Nima uchun mana shunaqa katta narsa, katta zo'r sistema muvaffaqiyatsizlikka uchragan? Hozir bizda 70% ni davlat diktovat qilyapti-yu. Siz Ha. buni yomon demayapsiz-ku. Yo, davlat endi yaxshi kim aytdi sizga? Yo, lekin siz aytayotgan misolli, istiqboli monopoliyaga olib borarkanda. Bizda shunaqa bo'ladimi? Bizda ham shunaqa bo'ladi. Ha, shuni xohlayapsizmi? Yo'q, buni xohlaganim yo'q. Xohlamayapsizmi? Yo'q, xohlamayapman ham emas. Mani ishim xohlash yoki xohlamaslik emas. Ha. Tushunyapsiz? Men hisoblayman, misol uchun u 5 yilga yo'qolib qolsa ham boyagi tizim ishlash kerak-da. Zo'r. Davlatda umuman masalan shina ishlab chiqarish bo'lsa, berib yuborish kerak o'zi. Sani taklifing hali chirigan g'arbda ishlaydi. Bizda ishlamaydi deydi. Na? Sizlar ularga yordam berasizlar. Kimga? Monopollashtiradigan Da- kompaniyalarga. Yo'q. Biznesda tanish bilishchilikka qanaqa qaraysiz? Men o'zi intervyumiz boshlanishida sekin-sekin qanaqadir nima deydi, shunaqa kirish qilmoqchi edim. Aha. Umidchilar haqida so'rab, sizni Bemalol. intervyuga tayyorgarlik ko'rayotganimda bir ikkita anaqalaringizni ko'rdimda, intervyularingizni Aha. ko'zdan kechirib chiqdim. O'sha yerda ko'rib ko'zim tushib qoldi. Ne? O'zi masalan nima deb o'ylaysiz? Nima uchun mana shunaqa katta narsa, katta zo'r sistema muvaffaqiyatsizlikka uchragan? Mani fikrim bir nechta sabablar bo'lgan. Bu sabablari o'sha yuborilgan bolalarga ham tegishli va umuman tizimga ham va o'sha tizimni boshqarayotgan insonlarga ham. То есть har tomonlama qarash kerak. Chunki juda kuchli atbor bo'lgan, yaxshi bolalarni haqiqatan ham minglab bolalardan ham bizda misol uchun 2000 ta nechta boladan bir bo'lsa bir 50 tasimi 40 tasini jo'natishgan. 5 ta stupenchli bir imtihon bor. Har tomonlama tekshirib, har xil idoralar ham tekshirib, hokazo qilib, atbor qilib turib, keyin jo'natadi. То есть получается u haqiqatdan ham yaxshi o'qiydigan bola. U yoqqa borsa ham yaxshi o'qiydi. Соответственно, yaxshi universitetda yaxshi o'qib, yaxshi bitirgan va uni yo'qotadigan уже как бы ko'p narsasi paydo bo'lyapti. То есть unga oldin hech kim edi, no u chet elga borgandan keyin chet elda 2090-yillar oxirlarida chet elga borsa, u yerdagi sharoitlarni ko'rib, u yerdagi уже возможностьlarni ko'rib qolgisi keladi, boshqa qiladi. Okey deyapti, qolmayman deyapti. Chunki majburiyat bor. 5 yillik majburiyat borda ishlab berish kerak. Qaytib kelyapti. Qaytib kelganda nima bo'lyapti? Uni davlat idorasiga tiqishyapti. Davlat idorasiga tiqsa, davlat idorasida u juda katta qarshilikka duch kelyapti. Ya'ni qarshilik deganimizda yangi g'oyalar hech kimga kerak emas va вообще haligi tanqidiy fikrlash mumkin emas. Bo'lgan hududga tushib qolyapti. Соответственно, uni наоборот не то чтобы поддержка qilishyapti, uni pastga urishga harakat qilyapti. Va aksar holatda o'sha yuqori jahon standartlari bo'yicha yaxshi mutaxassisga davlat idorasida, условно aytaylik, налоговыйga kirdi yoki bankka kirdi, bilmadim, hokimiyat tizimiga kirdi. Uni yerga urib o'ta kichkina bir nimalarni berishyapti, lavozimlar. Va balki kerak ham bo'lmagandir ular. ular kerak emas. Chunki siz faraz qiling, siz hokimiyat tizimida ishlaydigan bir mas'ulsiz va sizni qo'l ostingizda o'ta ko'p o'sha siz xohlagancha ishlaydigan odamlar bor. Qo'pol qilib aytganda, sizni gapingizga qarshilik qilmaydigan va aytganingizni bajaradigan. Chunki siz ham o'shanaqa odamsiz. Tevadagilar shunaqa. Tushunyapsiz, tsepочка tushyapti. Bu yerga qanaqadir bir boshqacha fikrlaydigan, sizni fikringizni, sizni gapingizni ikkita qiladigan odam tushib qoldi. Balki haqdir, no sizga yoqmayapti. Va siz nima deyapsiz? Menga qarang, mana shuni mendan uzoqroq qilgin deyapsiz. Menga tsepочкада menga yaqin bo'lmasin, aqllilikni boshqasiga qilsin deyapti. Pastga tushiryapsiz. Unga yoqmayapti, lekin unda chet elga ketish alternativasi bor. Как бы o'ylang, sizda biletingiz bor-da, sizni bu yerda qiynashyapti, siz qolishga majbursiz. Va buni boshqa pokoleniya bilyapti, keyinga jo'natilgan. Ular aytayapti, undan ko'ra qaytib kelmay qo'yaveray deyapti. Qaytib kelmasam nima bo'ladi? Siz qaytib kelmasang, bular seni yomon ko'rishadi. Mayli, yomon ko'rishaversa, qaytib kelsam ham yomon ko'rishadi baribir. Uni qanaqadir huquqiy oqibatlari bo'lmagan-a? Yo'q, bo'lgan. Huquqiy oqibati qanaqa bo'lgan? Agar siz qaytib kelmasangiz, sizga kimdir поручитель bo'lgan.
Ha. Aytaylik, universitetingiz Aha. yoki ish beruvchingiz. Mhm. U ish beruvchingiz nima qiladi? U ota-onangizga borib, "Nima o'g'ling qaytib kelmayapti?" Ha. da ba'zilar ota-onasi bilan переговор qilgan. Aytgan, "Ota-ona sizni qiynashadi, shunga rozi bo'linglar. Ha. Zato manda yaxshi baxtli kelajak bo'lasa, o'g'lim borur, biz bularni natiskiga chidab beramiz" deganda, bosimiga turib beramiz. Okey. Ketgan, "Qani bolangiz? Bilmayman bu bolam qani, topib bermagan bolam" deb turgan u ham. Va shu tariqa juda ko'pchilik qolib ketgan. O'zi masalan, sizni tarjimai xolis o'qiganimda yozilgan ekan, siz Tashqi iqtisodiy aloqalar vazirligida ishlagan Da. ekansiz-a, keyin undan tashqari Uzprom Mash Da. Impex'da. Bu tashqi iqtisodiy aloqalar vazirligini strukturasini agar o'rganadigan bo'lsangiz, Aha. bu bitta vazirlik. Vazirlikni qoshida tashqi savdo kompaniyalari bo'ladi. Ha. Nima uchun? Chunki vazirlikni vazirlikka O'zbekistondagi aksar o'sha xomashyo mahsulotlarini eksport qilish yuklatilgan. Aha. Va O'zbekistonga jamiki olib kelinadigan importni registratsiya qilib nazorat qilish yuklatilgan. Ha. Eksport va importni tashqi iqtisodiy aloqalar Tushundim. vazirligi qiladi, tushunyapsiz? Hozir ham shunaqa sistemada ishlayapti. Yo'q, hozir hozir уже shu. ancha liberallashgan. Misol uchun siz hozir eksport qilaman desangiz, siz registratsiya qilishingiz shart emas. Ha. Oldin siz vazirlikdan registratsiyadan o'tishingiz kerak. Ha. Tushunyapsizmi? Mana misol uchun mana shu stakanni eksport qilmoqchisiz. Men hozir paxta haqida, neft haqida gapirmayman. Aha. Stakan siz o'zingiz ishlab chiqardingiz, buni eksport qilmoqchisiz, registratsiyadan o'tishingiz kerak. Oho. Formal ruxsat olishingiz kerak emas, registratsiya qilishingiz kerak. Lekin registratsiyadan o'tmasa, stakaningiz eksport bo'lmaydi. Ha. Tushunyapsiz? То есть как бы Sen markazlashtirib qo'ygan ekanda shunaqa da hammasi- markazlashgan nazorat ostiga ha. olingan bir tizim. Endi buni nazorat qilish uchun qaysidir joyda registratsiya uchun vazirlikni qoshida bo'limni o'zi yetadi, lekin paxta ishlab chiqarildi, unga klient topish kerak, u klient bilan kontrakt qilish kerak, pulini olish kerak, yuklash kerak, jo'natish kerak va yetib borganini nazorat qilish kerak. Buning uchun tijoriy bir kompaniya tashkil qilinishi kerak. Mhm. Vazirlik bu tijoriy kompaniya emas, hali pulni oldi berdi bilan shug'ullana olmaydi. Mhm. Shuning uchun vazirlik qoshida tashqi savdo kompaniyalari tashkil etilgan. Ha, ha. Va ular to deyarli menimcha 2015-16 gacha bo'lgan. Mhm. Keyin yangi bir hukumat davri kelgan, Mhm. reformalar bo'lgan. Mhm. Hozir misol uchun paxtani birinchi reformalardan biri paxtani ekadigan boshqa, paxtani sotadigan boshqa, Mhm. paxtani ishlatadiganlar boshqa. То есть alohida qilgan. Hozir ancha liberallashgan tizim, tam fermer paxtani ishlab chiqaradi, xohlaganga sotadi. Siz u yerda marketing bo'limida ishlaganmisiz? U yerda marketing bo'limi, u marketing va jahon bozorlarini analiz qilish bir bo'limi deyilardi. Как бы an'anaviy marketing bo'limidan Aha. как бы o'xshamaydi. O'sha bitta bo'limda rahbar edi. Necha yil ishlagansiz u yerda? 4 yil, 4,5 yil. Qanaqa baholaysiz o'sha yerda o'tgan 4,5 yil davringizni? U ko'proq sizga nimadir bergan va qanaqadir tramplin bo'lgan deb hisoblaysizmi hozirgi hodisa yoki Da. ko'proq? Men u yerda ko'p narsa o'rganganman deb o'ylayman. Mhm. Nima o'rganganman? Birinchidan davlat tizimi, davlat idoralari qanday ishlashini o'rganganman. Juda ko'p yil men nima qilardim? Ayniqsa bizni pokoleniyada nima bo'lgan? Sen o'qiysan, institut bitirasan, keyin qayerdadir karyera qilasan va karyera deganda bu обязательно davlat bilan bog'liq bo'lgan joy bo'lgan. Ha. Vazir Tushunarli. bo'lish kerak, to tam vazir bo'lasan, prezident bo'lasan, hokazo tsepочка bo'lishi kerakda. Va agar sen mana shu yo'lakka tushmaydigan bo'lsang, скорее всего, noto'g'ri yo'lakdan ketyapsan degan tushuncha bor. Va mana shu tushunchani buzganman. Ha. Eng katta olgan yutug'im. То есть sen davlat idorasida ishlashing shart emas degan. Ya'ni siz unaqa emas ekan Yo'q, degan unaqa xulosa emas qilgansiz. ekan. Da. Ya'ni частный biznesda, oldin частный biznesda ishlaganman, Westminsterda ishlaganman, keyin ishlab chiqarishda ishlaganman, konsaltingda ishlagan, keyin kelganman. Tashqi aloqalar vaziri o'sha MVSga. No, ungacha men o'ylardim, yo'q, baribir davlat tizimi bu baribir stabil tizim, faqat karyera qilish mumkin bo'lsa, faqat davlat tizimida qilish kerak degan bir tushunchalar bilan yashaganman.
Va shu tushunchalarimni mana shu 4,5 yil ishlab anglaganmanki, yo'q, unaqa emas ekan deganman. Aytganmanki, yo'q, odam o'zi yaxshi ko'rgan joyda ishlash kerak, o'ziga ma'qul bo'lish kerak va davlat tizimi mana shu emas ekan deganman. To есть man tushunganman, men uchun emas va men voz kechishga tayyorman. Hozir misol uchun bironta davlat idorasida katta bir amalga erishgan bir insonlarni ko'radigan bo'lsam, katta bir natijaga erishdi, условно aytaylik, vazir bo'ldi yoki vazir o'rinbosari bo'ldi, katta idoraning rahbari bo'ldi. Bu zo'r deyman, lekin qaysi yo'ldan o'tganini примерно tasavvur qilaman. To'g'ri. Siz mana o'zingizni mana kim sifatida ifodalaysiz? Masalan, marketolog, biznes konsultant sifatida, to'g'rimi? Bu ikkalasini qaysidir darajada bog'liqligi bor deb taqdim qilasiz, to'g'rimi? Hozirgi kunda men oxirgi payt o'zimni ko'proq har xil davrlar bo'ladi-yu. Siz o'zingizni kim deb tasavvur qilasiz. Qaysidir davr bo'lgan, men Westminsterga ishga kirganimda men o'zimni o'qituvchi deb ta'rif berardim. Qaysidir davr bo'lgan, men o'zimni marketolog deb tasavvur qilardim. Qaysidir davrda men o'zimni davlat bir ishchisi deb tasavvur qilganman. Hozirgi kunda oxirgi 10 yil ichida men tadbirkorlar bilan juda chuqur ishlaydigan inson sifatida tadbirkorlarning muammolarini yechish bo'yicha ko'p ishlaydigan inson sifatida biznesni rivojlantirish bo'yicha mutaxassis deb ta'riflayman o'zimni. Va buni konsultant desangiz bo'ladi-da, biznesni rivojlantirish bo'yicha maslahat beruvchi bir inson. Qaysi yo'nalish bo'yicha deydigan bo'lsangiz, ko'proq strategiya bo'yicha. Ya'ni juda ko'p tadbirkorlarni korxonalari qaysi tarafga qarab rivojlanish kerak degan joyda tupikka kelganda oldimga kelishadi va men ularga bir qandaydir maslahat beraman. Bu bo'yicha hali mani aniq savollarim bor, ma'lum sizni qarashlaringizni ochib beradigan. O'zi umuman qarang, birinchi mana bu narsaga aniqlik kiritib olaylik-da, mana oxirgi paytlar o'zi umuman mana marketolog, konsultant, biznes konsultant masalasi ozgina skeptik qarashlarni paydo qilganda o'zi internetda, ijtimoiy tarmoqlarda, misol uchun har 3-chi odam aslida qanaqadir target, SMM bilib olgan bo'ladi-da, o'zini marketolog anaqa deb baholaydi-da. Ya'ni siz hisoblaysizmi, bu narsa qaysidir ma'noda marketolog va konsultantlarni obro'sizlantirishga ham xizmat qildi deb hisoblaysizmi va kim aybdor bunda? Yo'q, men bunaqa deb hisoblamayman. Nimaga? Chunki mana aytaylik, har bitta bozorda o'zi rivojlanish bir etapi bo'ladi, davri bo'ladi. Misol uchun bizda ham aytaylik, marketing yo'nalishi qachon rivojlanadi? Qachonki tadbirkorlik rivojlansa va raqobat rivojlansa, marketing rivojlanadi. Chunki ungacha marketing kerak emas. Bizda chinakam raqobat menimcha oxirgi 10 yilda rivojlanyapti. Ungacha unchalik rivojlanmagan. O'ta yopiq davlat bo'lganmiz. Rivojlanishni boshlagandan keyin har ikkita odam men marketologman deb chiqishi tabiiy va bu normal holat. To есть bilib bilmasdan kimdir konsultantman deydi. Bu o'tish davri deyapsiz. Bitta shunaqa narsa avlod almashib olish kerak, aylanib olish kerak, keyin o'sha joyga. Men shuni deb o'ylayman, chunki har qanday mana sifat paydo bo'lish uchun miqdor paydo bo'lish kerak-da. Qanchadir bir miqdor paydo bo'ladi. Mana eng yomoni aytaylik, biz mana shu jarayonni to'xtatishimiz. Misol uchun ko'payapti, to'xta, hammasini to'xtatishimiz kerak. Mana bir biznes trenerlar chiqdi dedi. Biznes trenerlarda bir nimada bitta ko'rsatuv bor edi Kunuzda. Ular subyektivda bir chiqib biznes trenerlarni hammasini kritika qilib, yomon bitta kopirkaga hammasi mошенник dedi. Tushunyapsizmi? Orada aytdi hammasi emas deyapti-yu, lekin butun ko'rsatuv trenerlar mошенник degan kun tartibi bilan chiqdi. Shunaqa. Соответственно, bu yerda tadbirkor qiynalib yuribdi. Qanday rivojlansam ekan? Men bir savolimga javob axtargani odam yo'q deyapti. So'raydigan odam kimdan so'raydi? Sinfdoshlardan so'raymi? Sinfdoshlarning ichida eng aqlli u. Tushunyapsizmi? Hokimiyatga borib so'raydimi? Bankka borib so'raydimi? Kimdan so'raydi? So'raydigan odam yo'q. Bitta ikkita trener chiqdi.
shularga boraymi, yo'qmi deb o'ylanib turganda subyektiv chiqyapti, aytyapti, bular hammasi moshennik deyapti. Ha, to'g'ri, moshennik deb turib bormayapti. Tushunyapsiz? Men o'ylayman, bunaqa narsalar yaxshi emas. Agar moshenniklar ko'rsatsa, normalniy trenerlarni ham ko'rsatish kerak edi. То есть bu ham bor, bu ham bor. Bu hali faraz qilaylik, bitta bozorda umuman somsaxonalar yo'q edi. Kimdir somsa pishiraman degdi, u shirin chiqdi, ikkinchisi pishirishni boshlaydi, uchinchisi pishiradi, keyin ko'plab boshqa mayda somsaxonalar chiqadi-da, bemaza va arzon somsa chiqarishni boshlaydi. Va 3-4 ta odam отравление ham bo'ladi. Va men aytaman, bu normal holat deyman. Отравление bo'ladi, u somsaxonalar o'z-o'zidan yopiladi. Tushunyapsiz? Yopiladi, lekin biz to'xtab tur, somsaxonada отравление bo'ldi. Hamma somsaxonani yop desangiz, bu noto'g'ri. Hech qachon yaxshi somsaxona chiqmaydi. O'zi iqtisodchilarda ham zo'r gap bor. Bozorni o'zi tartibga soladi. O'zi tartibga soladi. Yaqinda misol uchun men ikkita loyihada ishtirok etganman. Ta'lim yo'nalishi bo'yicha bitta maktab ochganmiz. Meni yordam bergan maktab ochishdi. Boshidan oxirigacha bozorda o'rganishu, oxiri litsenziya olish bilan. Qayerda ochish kerak, qanaqa remont bo'lishi kerak, o'quv dasturi nima bo'lishi kerak, marketing qanaqa bo'lishi kerak, savdo. Universitetda ham ochganmiz. Tushunyapsiz? Va universitetda hozir mana частный universitetlar ko'payib ketdi deydi. Bo'ldi. Частный universitetga hozir litsenziya ola olmaysiz. Tushunyapsizmi? Balki bu qonunan olishingiz mumkindir, faktiski juda qiyin. Deyarli ola olmaysiz, to'xtatib qo'yilgan. Siz bu narsaga qarshisiz, to'g'rimi? Qo'yib beraverish kerak edi. Qo'yib berish kerak, da. Talab qo'yish kerak. Men ham shunaqa deb o'ylayman. Qonunan talab qo'yish kerak, aytish kerakki, senda mana talablar bo'lishi kerak, da. Tam infrastruktura bo'yicha, o'quv dasturi bo'yicha, tam sharoitlar bo'yicha, kerak bo'lsa narx-navosi bo'yicha, agar kerak bo'lsa, bo'lmasa narx-navoni ham qo'yib yuborish kerak. Va qarash kerak. Mana litsenziya berish kerak. Xo'p. Bu eplanmasa, senda har doim variant bor, litsenziyasini to'xtatib qo'yish. Agar misol uchun faktiski mana bu xonam bor, sinfxonaga loyiq desa, ha, loyiq. Litsenziya berdim, borib tekshirsam, yo'q bu xona bo'lsa, olib qo'y. No, realni normalniy tadbirkor bor, pul tikyapti, universitet ochaman, o'qituvchim bor, o'quv dasturim bor, xonam bor, o'qitaman desa, yo'q deyapti. Nimaga desa, javob yo'q, tushunyapsizmi? Va bu yaxshi emas. Nimaga deydigan bo'lsa, asosiy masala slishkam moshenniklar ko'payib ketdi. Hali, в кавычках moshennik, yaxshi nima, davlat standartlariga javob bera olmaydigan universitetlar yoki o'sha institutlar paydo bo'ldi. O'shaning uchun biz litsenziyani to'xtatamiz yoki bermaymiz deydi. Даже официально bermaymiz ham demaydi, просто bermaydi. Endi mana shu gapingizga yana qo'shimchada o'zi bunda ham ikkinchi tarafi, ya'ni litsenziya berish to'xtatmaslik kerak degan tarafi shunaqa qarashi borki, bu ham hatto moshenniklarning ko'paygani ham yaxshi deyishadi ta'limga. Nimaga? Chunki bitta yangilanib olish kerak. Mana birinchidan diplom kulti o'ladi, ikkinchidan odamlar endilikda diplom uchun emas, bilim uchun universitet tanlashni boshlaydi. Ya'ni eng yaxshi universitet, eng jiddiy, eng talablari kuchli universitet qaysi bo'lsa, o'shanga oqishadi. Qachonki mana 18-55 o'rinda turgan universitetga bormay qo'yadi. U yopilib ketaveradi degan qarash. Bu yerda asosiy qarash ta'lim sifati tushib ketdi deydi. Men davlat universitetlarida o'qiganman, tushunyapsizmi? Va men примерно bilaman davlat standartining sifati qanaqaligini. Tushunyapsizmi? Bundan ham past tushadimi deyman-da. To есть tushib ketdi desa, nima bilan solishtiryapmiz? Tushunyapsizmi? Qaysidir agar частный sektorda tushib ketsa, nimasi, sifati to'g'ri, lekin ko'payganimizdan keyin, to'g'ri aytyapsiz, hali diplom kulti yo'qoladi, odamlar o'sha paytlarda taxminan 10% odam o'qishga kira oladi, xolos. O'ylayapsizmi? 10%. Agar 500 mingta odam topshirsa, 500 mingtada nechtasi? 50 mingta. Bo'lmasa 1 millionta odam topshirgan paytlar bo'lgan. 1 milliontadan 100 mingtasi o'qiydi, xolos. Qolgan 900 mingta nima qiladi? Ochib qo'ysang nima bo'ladi? Ochib qo'ysang hammasi diplom bo'ladi. Nima bo'pti bo'lsa? Hammasi diplom bo'lsin. Hozir mana zo'r tarafi kompaniyalar, mana hatto davlat ishxonalari ham sizni diplomingizga emas, sizni bilimingizga qarab, qo'lingizdan ish kelishiga qarab olishni boshladi ishchilarni. Menda misol uchun men o'zimni endi anchadan beri ishlayman. Menda har xil juda ko'pchilikka dars berganman, ta'lim berganman. Oldimda shogirdlar bor. Yaqinda bitta shogirdimiz keldi. Ishga kiryapman dedi. Qayerga kiryapsan? Qaysidir kompaniyaga dedi. Частный sektorda marketolog bo'lib kiryapman dedi.
qancha oylik, taxminan oyligini surishtirsam, 2-3 ming dollar atrofida. Nechinchi kurssan sen? 2-kursman hozir deyapti. Tushunyapsizmi? 2-kurs talabasi hozir 2 ming 3 ming olyapti. U hali bitirgan yo'q. Sen diplomingni so'rashdim, sen yo'q, to'g'risi ular institut o'qiganini bilmaydi ham dedi. Hech kim e'tibor ham bermaydi. Diplom kerak emas. Qaysidir korporativ darajada kirayotganingizda ularda rasmiyatchilik bor korxonalar bor, katta korporatsiyalar va davlat korxonalari. Ularda so'raydi. No, kichik va o'rta biznesda men asosan kichik va o'rta biznes bilan ishlayman, deyarli so'rashmaydi. Qayerda o'qigansan degan savol yo'q. Qayerda ishlagansan, qo'lingdan nima ish keladi deydi. Tushunyapsizmi? Va borib universitetlarga kirishdan maqsad ilm olish bo'ladi. Shunaqa. Biz bitta shu davrdan o'tib olishimiz kerak-da. Keyin bolalar o'zlari aqli kiradi va o'zlari tanlashadi. To'xta, men bu universitetga borishim kerakmi, bunga borishim kerakmi, menga bilim kerakmi yoki anaqami? Va men aytmoqchi bo'lgan, mana asosiy tezis bu, biz nafaqat buni ta'lim yo'nalishida o'tishimiz kerak. Har qanday yo'nalishda. Tushunyapsizmi? Somsoxona yo'nalishida ham, marketologlarda yo'nalishida ham, universitetlar yo'nalishida ham har qanday. Ya'ni agar biz ochiq bozor tamoyillari ostida ishlaydigan biron bir yo'nalishmizmi, demak shundan o'tib olishimiz kerak. Lekin biz qaysidir monopoliya yo'nalishi bo'lsa, davlat qo'lida ushlab turgan yo'nalish bo'lsa, okey, problema yo'q. Balki tam xavfsizlikni bu yo'nalishga o'tmasmiz yoki tam qanaqadir bir balki qaysidir resurslarga bog'liq bo'lgan, tilla konlarga bog'liq bo'lgan narsadan o'tmasmiz. Bilmadim. No, aksar mana biznesda olaylik, faqat iqtisodiyotda olaylik. O'sha iqtisodiyotga tegishli bo'lgan, biznesga tegishli bo'lgan deyarli barcha sohalarda prosta qo'yib berish kerak. Va bozor o'zi hal qilib Keyin davlatning o'zi ham hamma narsani yetkazib bera olmaydi-da. Masalan, mana hozir bog'chalarga juda ham xususiy bog'chalar ko'paygan, davlat subsidiya beradi. Siz uni xonadon bog'chalar qilsangiz bo'ladi, qishloq ovullarda. Mana shu narsa davlatga bo'layotgan bosimni ancha kamaytiryapti-da. Конечно, byudjetiga ham va ijtimoiy bosimni ham kamaytiradi. Chunki odamlar hozir mana bog'chaga, mana domlar qurilyapti, hamma qurilyapti, bironta bog'cha qurilgani yo'q. Maktablarda вообще katta problema. Chunki bog'chaga-yu mayli qanchadir davrda haligi bormasa, bola уже ilm oladigan, hali miyasi portlab rivojlanishim kerak degan paytida 45 ta bolani bitta sinfga qo'yib, uni ta'lim berish o'rniga ularni prosta 45 minut ushlab turish bilan ovora bo'ladi. Har qanday o'qituvchi. Tushunyapsizmi? Juda qiyin. Shuning uchun xususiy maktablarga misol uchun o'ta katta lьготалар va preferensiyalarni prosta berib yuborsa bo'ladi. To есть chunki nima uchun desangiz, chunki tadbirkorlar hozir maktab qurish невыгодно ularga. To есть uncha qiziq emas. Men prosta ko'p tadbirkorlar bilan, ko'p investorlar bilan ishlayman. Hisob-kitob qilganda moliyaviy nuqtai nazardan qiziq emas. То есть bu maktab bu uzoq muddatli bir proyekt. Tushunyapsizmi? Misol uchun hozir ularda oldi sotdi yoki qanaqadir ishlab chiqarishda pulda narxi bor. Aytaylik, bitta necha pul ekan desa, mana shu bitta maktabni qurib olib kirishda 2-3 million dollar kerak bo'lsa, 2-3 million dollarni bir alternativ bahosi qancha manda deydi. Misol uchun yiliga qancha topadi? Hozir 2-3 million dollari yiliga taxminan hozirgi holatda bir 30-40% topayotgan bo'lsa, misol uchun 30% topadigan bo'lsa ham yiliga taxminan 600-900 ming topyapti. O'sha maktab qancha topadi desa, topishi mumkindir bir 3-4 yildan keyin boshlaydi deydi. Ungacha-chi deydi. Tushunyapsizmi? Uzoq muddatli. Uzoq muddatli. Maktabni qurdingiz, boshqa qildingiz, u siz hali betonga sarfladingiz, stulga sarfladingiz. U sразу keltirmaydi-yu. Savdo sotiqda hali обороты tez boshqa bor. O'shaning uchun an'anaviy tadbirkor maktab ochmaydi. Uning uchun kim ochadi? Maktab tizimini tushungan va qadrlagan. U ko'proq o'qituvchi. Lekin o'qituvchida biznes fikrlash yo'q. U tadbirkor emas. Tushunyapsiz? Bitta dilema. Tadbirkor bor, maktab qiziq emas.
maktabni ichida yurgan odam bor, tadbirkorlik yo'q. Aniq qilaylik. Mana keling, hozir o'zim ham shu Ha. konsalting, Aha. marketing masalasida yangi bozor, meni nazarimda bozor o'zgaryapti-da. Bizani kasbimizda ham ko'p narsa o'zgarib ketdi. Yangi tendensiyalar paydo Mhm. bo'ldi-da. Va shunaqa qarash borki, masalan, mana klassik marketing bo'ladi-yu, o'sha 4P uslubi, segmentatsiya, Da. pozitsiyalash-da. Da. Mana shularning hammasi, masalan, TikTok bilan Instagram davrida biroz o'zgargandek. Ya'ni masalan, 20 yoshli 3 million obunachisi bor bola Mhm. qaysidir bo'limda konsalting, marketing bo'yicha ishlaydigan bir 6 kishidan ko'ra kompaniyaga ko'proq savdo olib keladi degan qarash bor-da. Da. Mana shu qarama-qarshilik rostdan ham bormi? Nima deb o'ylaysiz bu narsa? Endi bu hozir mana texnologiyalar, bundan keyin уже hozir sun'iy intellekt chiqdi. Ha, Sun'iy ha. intellekt voобще o'zgartirib yuboryapti. Judayam. Bitta odam o'tirib, tam 20 kishi qilgan ishni ham qila olyapti-da va bu bozorni qanaqadir bir transformatsiyaga olib kelyapti. Korxonalar o'zgarish kerak. Mhm. Da ichkarida o'sha bo'limlar o'zgarib ketyapti. Aytaylik, biz sun'iy intellektni ishlatishni bilgan marketologlar o'tiribdi deylik. Oldin bitta marketolog bor edi va 5 ta yordamchisi bor edi. Aytaylik, bitta dizayner bor edi, yordamchi. U dizayn qilib beryapti. Hozir keragi yo'q uni. Tushunyapsiz? U o'tirib, o'zi to'g'ri prompt beryapti, ya'ni tushuntirib beryapti. Mana buni qilib bergin, menga shunaqa rolik kerak desa, u video rolikni ham o'zi qilyapti hozir. Hozircha o'zbekcha gapirishni bilmayapti uncha. No, bu vaqt masalasi xolos. 1-2 yilda Shunaqa. bemalol shevada o'zbekcha gapiradi. Va bitta rolikni aytaylik 12 ta viloyatga 12 ta shevada baravar qo'ya oladi. Shu darajaga keladi va aytaylik bu yerda moliyachi o'tirardi. Unda 8 ta yordamchisi bor, hozir kerak emas. Ular hammasi hozir bitta hisobotni bitta yordamchi 3 kun qilgan bo'lsa, hozir yarim soatda AI agent qilyapti. Bu ham o'zgarib ketyapti. Shunaqa. Mana shu klassik bir tushunchalar o'zgaryaptimi siz? Yo'q, o'zgarmayapti. Chunki klassik tushunchalar, misol uchun 4P dedingiz, pozisionирование dedingiz, strategiya dedingiz. Bular o'zgarmaydi deb o'ylayman. Prosta uni amalga oshiruvchi yoki o'sha strategiyalarni amalga oshiruvchi bir uslublar o'zgaradi, instrumentlar o'zgaradi. Va oldindan aytganimdek 10 ta odam qilgan narsani hozir 2 ta 3 ta odam qiladi. Shunaqa. Va sekin-sekin va balki qaysidir zavodda hozir odam ishlayapti, erta robotlar ishlar. То есть robotlar bizga hali kelmaydi deymiz, yo'q, juda tez keladi. То есть bu faqat vaqt masalasi bo'ladi xolos. Men ham shunaqa deb o'ylayman. Bizda misol uchun o'zimiz ham ko'proq mana shu texnik dizayn bilan shug'ullanardik. 3D, 2D ular bizani sohamizga juda ham qattiq kirib keldi. Anaqa umuman hamma narsani o'zgartirib yubordi. Biz hozir hammani o'tkazganmiz, bolalarni ham prompt yozishga, hamma AI platformalar bilan ishlashga o'tkazganmizda. O'zi hamma sohaga ta'sir qilyapti. Nima uchun bunaqa aytyapman? Misol uchun mana konsalting sizlarning sohanglarda ham misol uchun ko'p narsani o'sha Cloudga, mana bu Fable'lar yaxshi narsalar yozib beryapti-da. Da, absolyutno. Bizda mana tadbirkorlar kelar edi, misol uchun oldimga keladi maslahat uchun. Ba'zi tadbirkorlar oldimga maslahat uchun kelmay qo'ydi. Nimaga? Chunki u maslahatni men sun'iy intellektdan olaman deydi. Okey, problema yo'q, bu normalniy nima va bu menga boshqa produkt ustida ishlashga majburlaydi. Ya'ni meni sohamni transformatsiya qilishga majburlayapti, tushunyapsiz? Endi menda erkinlik, boshida erkinlik haqida gapirdik-ku. Men xohlasam transformatsiya qilaman yoki xohlasam yig'lab o'tirishim mumkin. Sotqin ekan bular. Oldin menga kelardi, hozir kelmay qo'ydi deb, to'g'rimi? Yo'q, ikkinchi yo'lda tanlayapmiz. Biz aytyapmizki, to'xtab tur. Qaysi produktni biz bozorga olib kirishimiz mumkin, shu imkoniyatdan foydalanib. Va bu biz uchun imkoniyat deyapmiz. Lekin haligacha juda ko'p tadbirkorlar bor, ular aytadi-da, bu instrument bor, lekin undan ko'ra siz tushuntirib bera qoling deydi. Tushunyapsiz? Men prompt beryapman, u tushunmayapti yoki bir bola deyapti, men tushunmayapman. Okey, keling, men sizga tarjima qilib beraman. Men unga tushuntirib, o'zimni nuqtai nazarimdan tushuntirib beryapman. No, bu degani har doim ham bunaqa klient qoladi degani emas, yo'q. Qachondir baribir o'zgaradi. Bu transformatsiya har doim bo'lgan. Aytaylik, kimdir oldin yerni bir ot aravada, otda haydab bergan bo'lsa, traktorlar chiqqandan keyin, To'g'ri. yo menda
baribir qaysidir qoladi, baribir ot bilan haydagan boshqacha deb yurganlar ham bo'lganda qaysidir vaqtgacha. Lekin oxiri qo'ya degan, undan ko'ra traktor minishni o'rganishim kerak ekan degan. Shunaqa, Tushunayapsan? shunaqa. Bu yerdan xuddi shunaqa, sekin-sekin bozorlar o'zgarib va bu tabiiy jarayon deb o'ylayman. Keyin masalan men oxirgi paytlarda shunaqa narsani sezyapman. Mana sizlarning sohanglarda, mana kompaniyalarni rivojlantirish, ularga konsultatsiya berish masalasida hamma harakat qilayotgandek kompaniyalarni rahbarlari shaxsiy brendini ustida ishlashga, o'zi mashhur bo'lishga, o'zi orqali butun kompaniyani ishonchini qozonishga, kompaniyaga bo'lgan ishonchi qilishgada. Na. Bu qanchalik darajada to'g'ri yoki noto'g'ri? Bu Shaxsiy brendni tizimlimi? rivojlantirishmi? Ha, masalan aytmoqchimanki, mana siz deylik, korzinkani rahbarisiz yoki bo'lmasa boshqa bir katta setni Evos rahbarisizda va juda ham mashhursiz, hamma sizga ishonadi misol uchun va siz orqali sizni biznes sizga ishonadi. Lekin siz bilan bog'liq juda ham qanaqadir skandalniy, rezonansli voqea yuz berdi. Masalan, sizni o'zizni shaxsiy tarbiyangiz yoki shaxsiy xohishlaringiz sabab nimadir yuz berdi-da. Bu risk. Ha, bu qanaqa Yo'q, bo'lishi kerak? bu yerda menga ham ko'pchilik kelib, ba'zida shaxsiy brendga umuman aloqador bo'lmagan yo'nalishlar bor. Va ular kelib, men shaxsiy brendimni rivojlantirmoqchiman deydi. Nimaga deyman? Bu iqtisodiy masalami, sababmi yoki psixologik sababmi deyman ko'proq. Chunki ba'zilar biznesim uchun kerak deydi. Aslida tegini qaraydigan bo'lsangiz, u ko'proq o'zini mashhurligini xohlab qolgan bo'ladi. Shu Tushunyapsizmi? orqali pul topishni ham xohlayapti-da. Yo'q, pulni itak topyapti. Tushunyapsan? Ba'zilar pulni itak topib bo'lgan, senga nima yetishmayapti? Egosimi bu? Balki egosidir. Meni odamlar tanimayapti deydi. Meni odamlar tanishni xohlayman deya olmaydi. Nimaga? Chunki bu jamiyat tomonidan oqlangan sabab emas. Tushunyapsan? Agar bunaqa gapiradigan bo'lsangiz, siz bu o'ta kibrga berilgan bir inson sifatida tasavvurga olasiz va bu bu qabul qilib bo'lmaydigan bir nima obraz. Soответственно, siz aytasizki, yo'q, biznesim uchun kerak deyman. Okey, ba'zilar biznesi uchun kerak deb o'ylaydi. Men aytaman-da, biznesingiz uchun kerak. Mana oldimga bitta ayol kelgandi. Ular maktabni egasi, 2 ta 3 ta seti bor va mani marketologlarim mana shu maktab haqida ma'lumotni siz o'zingiz gapirib bering, shaxsiy brend qurmasangiz bo'lmaydi deyishyapti. Hech tinch qo'yishmayapti. Men nima qilay dedi. Toshkentda 2 ta 3 ta rayonda maktabi bor, takoy o'rtacha maktablar. Men aytdim, siz o'zingiz xohlaysizmi buni dedim. Sen yo'q, men вообще mediaga chiqishni xohlamayman, hech qachon chiqmaganman. Instagramim ham yo'q deyapti. Nahotki shaxsiy brendsiz iloji yo'q desam, yo'q, iloji yo'q deyishyapti. Hozirgi zamonda hamma biznesni egasini ko'rishni xohlaydi deyapti. Men aytdim, yo'q, unaqa emas. Birinchidan hamma xohlaydi degan bu nima? Zaявление bu noto'g'ri, chunki hammaning fikrini bilmaymiz. Bu ложное заявление dedim. Va sizni marketologingiz buni o'zingiz chiqib gapirmasangiz bo'lmaydi degani ham bu isbotlanmagan bir nima? Bu gipoteza xolos dedim. Meni fikrim bo'yicha chiqishi shart emas dedim. Chunki men juda ko'p maktablarni bilaman, sizga aytaman dedim. Bitta ikkita maktabda aytdim, egalarini taniysizmi? Yo'q, tanimayman. Mashhurmi maktab? Mashhur. Bolalar boradimi? Boradi. Da. Bo'ldi, nima problema? To есть maktabda brendini o'zini olib chiqsangiz bo'ladi. Endi plusi bormi? Plusi bor. Agar shaxsiy brendni rivojlantirib, biron bir korxonani mahsulotini sotish ilinjida, misol uchun uy, developerlar bor, Murad Building bor. Murod Nazarov bor. Uni orqasida Murad Building bor. Demak, bu yaxshi korxona, o'shaning uchun bular yaxshi korxona bo'ldi degan xulosa bo'lishi mumkin. Shart emas, misol uchun Golden House bor. Bu ham yaxshi korxona, u yerda ham bir nima, yaxshi uylar qurilyapti yoki BI Group bor, uni orqasida kim borsa, aksar nimalar hech kim bilmaydi kim borligini, lekin mana shu firmani uylari yaxshi deydi. Tushunyapsiz? To есть bu shaxsiy brend qurishingiz sizni biznesingizni muvaffaqiyatli bo'ladi yoki savdo oqimini oshiradi degani emas. Savdo oqimini va biznesni rivojlantirish uchun bizda biznesda qiladigan ishlar bor. O'zini formulasi bor, o'zini qiladigan ishlari bor. Brend qurish. Endi
shaxsiy brend sal tezlashtirib beradi agar siz xarizmatik inson Ha. bo'lsangiz-da, sizni yoqtirishadi. Jamiyat yoqtiradigan insonsiz va jamiyat yoqtiradigan narsalarni gapirasiz va qanaqadir jamiyatda populyarniy bir mavzularni olib chiqasiz va Shuni. hamma sizni olqishlaydi va siz orqangizda shu tariqa siz taklif qilayotgan mahsulotlarni olishadi. Shuni. Okay. No, to'ppa-to'g'ri aytdingiz. Agar siz biror kun jamiyat oqlamaydigan mavzuda gapiradigan bo'lsangiz yoki jamiyat oqlamaydigan ish bilan bir shug'ullanib qolgan bo'lsangiz, bo'ldi. Bu kompaniya buzilib ketadi. Tushunyapsiz? Bu kompaniya buzilib ketadigan bo'lsa, sizni aksionerlaringiz nima qiladi? Sizni hali qo'sh tirnoq ichida xurma chaqaloqlaringizga bog'lanib qolgan bo'ladi-da Shuni. va hech qaysi odam kapitalini va pulini bunaqa bitta shaxsga bog'langan bir bizneslarga tikkisi kelmaydi. Undan ko'ra brend bo'lsin. O'sha brendni butun boshli kompaniyadagi tizim boshqarsin. Bitta odamga bog'liq bo'lmas. Yana bitta uni yomon tarafi shundaki, sizni kompaniyangizda doimiy savdo bo'lib turishi uchun, siz doim kun tartibida bo'lishingiz uchun mana shu odam doim harakat qilish kerak bo'lib Da, qoladi. bu shaxsi endi bilan. bu siz hozir o'sha odamga minusini aytyapsiz-da. O'sha Ha, odamni. men hisoblayman, misol uchun u 5 yilga yo'qolib qolsa ham boyagi tizim ishlash kerak-da. Zo'r. Bu как раз exit masalasini olib kelyapsiz. Ya'ni exit strategiyasi nima? Exit degani endi chiqib ketish. Aha. Biznesdan qanday qilib chiqib ketaman? Oxir qanaqa bo'ladi desangiz, siz sota olmaysiz o'zingizni do'lingizni. Siz biznesda sota olmaysiz, chunki biznes sizga bog'langan. Tushunyapsizmi? Mani biznesim, mani aytaylik chiqishlarim va mani shaxsiy brendimga mani shaxsiy brendim asosiy qiymat bo'lib turgan biznesda sizga sotganimdan keyin sizda qiymat bo'lmay qoladi. Bo'lmay qoladi. Tushunyapsiz? O'shaning uchun siz buni 10 yil qurgansiz. Va men aytaman, menga qarang, 10 yil davomida boshqa narsaga qurmasmidingiz biznesingizni? Boshqa brendga, shaxsiy brendga emas. Hozir oson chiqib ketardingiz. Tushunyapsizmi? Ko'pchilik hozir O'zbekistonda shunaqa davrki, chiqib ketishlar yo'q-da, ya'ni exitlar yo'q. Mana men Angliyada mana shunaqa o'zi chet elda rivojlangan davlatlarda bitta katta yo'nalish bor biznesda, bu mergers and acquisition deydi. M&A deydi qisqa qilib. Mergers and acquisition bu kompaniyalar sotib oladi yoki birlashadi. Birlashish va sotib olish deyishadi. Va men o'shanaqa konsalting kompaniyada ishlaganman. Biz birlashtirish bilan shug'ullanardik. Buni ingliz tilida post merger integration deydi. Ya'ni integratsiya bilan, biznes jarayonlar integratsiyasi bilan shug'ullanadi. Va nima uchun sotib oladi? Bunday o'ylab ko'raylik, nima uchun kompaniyalar sotib olish kerak? Mana bozorda rivojlanish ketyapti, boshqa qilib, mana tam Evos dedingiz yoki Korzinka dedingiz yoki katta-katta boshqa kompaniyalar. Mana rivojlanyapti, tam kimdir pitsa chiqaryapti, kimdir tam lavash chiqaryapti, fast food bozori rivojlanyapti. Vaqt keladi, yangi biznes qilib katta kompaniya qurishning imkoni qolmaydi. Nimaga? Chunki katta kompaniyalar hamma joyda egallab bo'lgan. Va aksar bozorlarda, misol uchun chet elga boradigan bo'lsangiz, har qanday industriyani 3-4 ta kompaniya bir 90% ni bo'lib olgan bo'ladi. Любой bozorda, любой industriya shunaqa. Buni oligopoliya holati deymiz, na? Sizlar ularga yordam berasizlar. Kimga? Oligopoliyalarga. Yo'q, ani monopollashtiradigan kompaniyalarga. Yo'q, yordam berardim-da. Nimada? Ularni prosesslarini integratsiya qilishga. Endi bizda-chi, bizda hali oligopoliyaga kelmadik. Bizda o'ta erkin bozor. Erkin bozor konsepti bu такой utopiya konsept, chunki erkin bozor yo'q, hech qayerda yo'q. Tushunyapsiz? Va bo'la olmaydi ham. Qanaqasiga? Mana misol uchun aytaylik, bitta bozor ochildi, 100 ta o'yinchi kirdi. Hop, xohlaganingni olib sot, xohlaganingni ishlab chiqar dedi. Okay dedim. Aytaylik, o'sha 100 ta odam olyapti, sotyapti, ishlab chiqaryapti, sotyapti, boshqa qilyapti va iqtisodiy nazariya bizga nima deydi? Mana shu 100 tadan kimdir baribir yaxshiroq ishlaydi deydi. To'g'rimi? Kimdir yaxshiroq ishlaydi. Kimdir ertaroq turadi, kimdir yaxshiroq tabassum qiladi, kimdir xullas yaxshiroq hisob-kitob qiladi. Va o'sha yaxshiroq hisob-kitob qilganni odatda yomonroq hisob qilgandan ko'ra puli ko'proq bo'ladi. To'g'rimi? Ko'proq pul bo'ladi. Va uni bitta do'koni bor edi, aytaylik 100 ta do'konni. Bitta do'kon bor edi, 2 ta qiladi do'kon. 2 ta do'kon qildi va bunaqalarning soni aytaylik bir 20 ta bo'ldi.
Hammasi ikkita-ikkitadan do'kon ochdi va bozorda 100 ta do'kon emas, endi 150 ta do'kon paydo bo'ldi. Aha. To'g'ri? Mayli 120 ta deylik, 120 ta do'kon paydo bo'ldi. Talab 100 taga edi xolos. Mana 100 ta odam bor, Aha. taklif 120 taga bo'ldi. Aha. Bu nima degani? Bu degani haligi slabiylar bor edi-yu. Ular sinib ketadi. Ular sinadi. Ha. Iloji yo'q sinish kerak. Ha. Va bu adolatdan emas deya olmaysiz. Bu adolatdan, chunki ular slabiy o'ynadi. To'g'ri? Hozir siz menga Allah g'alati paradoks bo'ldi meni kallamda. Siz ana monopoliyani so'roqlab berdingiz. Yo'q, mana hali monopoliyaga kelmadim. Aha. Monopoliya yomon. Monopoliya yomon. Nimaga? Chunki monopoliya bu yakkaxonlik. Yo'q, lekin siz aytayotgan misolli, istiqboli monopoliyaga olib borar ekanda. Olib borolmaydi, chunki bozorda hamma mijozlar bir xil emas. Tushunyapsiz? Misol uchun, bozorda hamma Cobalt mingisi kelmaydi demoqchiman. Monopoliya hamma Cobalt minasan degan. Tushunyapsiz? Ha. Oligopoliya nima degani? Oligopoliya degani bozorda 4 ta 5 ta o'yinchi Aha. bozordagi barcha ehtiyojlarni qondira oladi degan. Vibr bormi? Sizda vibr bor, 4 ta 5 ta o'yinchida bor. Siz tanlash huquqingiz bor sizda har doim va o'sha tanlash huquqingiz borligi uchun u yerda raqobat bor, da? Raqobat borligi uchun tanlash huquqingiz bor. Raqobat bor bo'lgan joyda narxlar o'zidan o'zi osmonga ketmaydi va sizni huquqlaringizni bozor konsepti nazorat qilib turadi. Endi absolut ochiq bozor bo'lsa, nima uchun bu yomon siz uchun? Chunki absolut ochiq bozor bo'lganda hamma bir-biri bilan talashib, nima bo'ladi? Ba'zi joyda dempingga qarab ketadi. Narxlarni tushirib yuborish bo'ladi, kimdir bankrot bo'ladi. Bankrot bo'lsa davlatga yomon va sizga ham yomon. Chunki siz yaxshi ko'rgan mahsulotni olmay qo'yasiz. Endi haligi 120 ta bo'ldi-yu. Kimdir yiqildi, yana 100 ta bo'lib qoldi. Endi yana 100 ta bo'lganda qaysidir do'konchilar 2 ta 3 ta do'kon qilib oldi-yu. Sootветственно 2 ta 3 ta do'kon qilgan odam o'zi yaxshi ishlar edi. Endi 2 ta 3 ta do'konni ham yaxshi qilyapti. Katta ehtimol bilan 6 ta do'kon qiladi u. To'g'rimi? To'g'ri. 6 ta do'kon qildi, yana kimdir 6 ta qildi, yana 120 taga chiqib oldi. Kim o'ladi? Yana slabo ishlaganlar o'ladi. Nimaga haligi 6 ta? Endi haligi 6 ta, aytaylik 60 ta do'kon bo'ldi deylik. Bozorni yarmini egallashga qarab ketyapti. Endi o'sha do'kon nima sotardi? Aytaylik, o'sha do'kon uslovni banan sotardi. Bananni aytaylik optim boshqa joydan olardi. Siz bitta do'kon egasiz, menda 25 ta do'kon egasiman. Men bananni sizdan har doim arzon olaman. To'g'rimi? Sizdan ko'ra arzonroq ola olaman. Men Instagramda yuritganimda 25 ta do'konga yuritaman. Bitta Instagram. Reklamam har doim sizdan 25 barobar arzon tushadi. Tushunyapsiz? Men zo'r finansist ishlatsam, unga $5000 to'layman, siz to'la olmaysiz uncha. O'shaning uchun meni moliyaviy hisobotlarim, meni moliyam sizdan yaxshiroq bo'ladi har doim. Men zakupdan yutaman, marketingdan yutaman, xodimlarni sifatidan, servisdan yutaman, lokatsiyalarni men arzonroq ola olaman. Va men nasiyaga qura olaman ko'p narsani. Menga nasiyaga berishadi. Lekin uni bitta xavfli tarafi bor-da. Mana hammasi to'g'ri aytyapsiz siz. Qanaqa xavfli taraf? Qachonki siz do'koningiz 5000 ta bo'lganida, mana O'zbekiston bo'ylab 5000 ta bo'lganda, siz xohlagan ishlab chiqaruvchiga siz diktovat qilishni boshlaysiz. Bosim o'tkazasiz. Masalan, siz qanaqadir shakar ishlab chiqarasiz, misol uchun zavodsiz, katta zavodsiz va sizni shakaringiz, mana boshqa odam shakari sizni 5000 ta do'koningizda sotilyapti. Siz unga kelib turib, qarang, shakarni mana bunaqa upakovka qilasan, bunaqa narxini tushirasan, agar shunsa 5000 tadan shuni chiqarib yuboraman shakaringni do'konimdan. Desangiz u o'ladi o'sha. Zavod o'ladi. Agar bitta bo'lsa. Zavod ham ko'pda, tushunyapsizmi? Ular ham raqobatda bo'ladi. Ularda ham 4 ta 5 ta zavod bo'ladi. Va qaysidir zavod kuchli bo'ladi. Tushunyapsiz? Va bu yerda yana boshqa narsa bor. O'ta absolut bosim o'tkazadigan darajani biz monopoliya deymiz. Misol uchun monopoliya qonunchiligi bor. Shuning uchun ham anti-monopol qonunchilik bor davlatda. Agar kimdir haqiqatan ham bosim o'tkazib, iste'molchilarning huquqlarini paymon qiladigan bo'lsa va bizdagi ijtimoiy holatga yoki siyosiy holatga qanaqadir tahdid soladigan darajada
kuchga ega bo'lishni boshlasa, antimonopol qonun ishlaydi va u yerda aytilgan, misol uchun, bozorni ulushini 70% dan ortig'ini olishni boshlasa to'xtat deydi. Drobleniyaga olib kel, majbursan deydi. Va to есть sizni gapingizda riskni qonunchilik inobatga olgan. Va bungacha bora olmaydi. Odatda liderlar bir 55% gacha bora oladi. 55% ga aytaylik 50% dolarni egalladi, yarim. Nima uchun bora olmaydi yoki o'zini jismonan kuch yetmay qoladi? Yo'q. Birinchidan qonunchilik yo'l qo'ymaydi. Bu birinchidan emas. Bitta sabab deylik. Keyingi sabab ko'proq iqtisodiy sabab. Agar ochiq bozor iqtisodiyoti bo'lsa, odatda har qanday kuchli tadbirkorga yana bitta, ikkita kuchli tadbirkor bo'ladi. Har doim. Bozor ochiq Har bo'lsa. doim 3-4 ta o'yinchi bo'ladi. Har doim. Misol uchun Coca-Cola absolut lider, lekin Pepsi-Cola bor. Tushunyapsizmi? Cola Pepsi chiqib tursin deydi-yu, lekin chiqa olmaydi, chunki bozor ochiq. Har doim mana bizda uchinchisi yo'q, mana chet elda Dr Pepper yoki yana qaysidir nimalar borda, 3-4 ta o'yinchi har doim bir-biri bilan talashib yuraveradi va bu yaxshi. Davlat uchun ham yaxshi, bu iste'molchilar uchun ham yaxshi. Endi yuzlab brendlar bo'lganda yaxshiroq edi desa, yo'q, yuzlab brendlar bor o'zi. Biz uni bilmaymiz просто. Yo'q, nishalar bor, boshqasi bor. No, o'sha kuchli brendlar paydo bo'lishni boshlaganda nima keladi? O'shanga olib ketayotgandim. Haligi rivojlanib bo'lgan brendlar o'sha mayda brendlar sotib olishni boshlaydi. Xo'p, bunga qanaqa qaraysiz? Bu ham normal holat. U rivojlandi, aytaylik. Faraz qilaylik, siz katta kompaniyasiz, Coca-Cola'siz va O'zbekistonda kimdir zo'r mahalliy ko'k choy chiqardi. Odamlar ko'k choy icharkan, ekan, ko'k choy nimasini ichimligini chiqardi va u shunaqa populyarni bo'lib ketdi, milliy motivlar bilan, takoy ta'mlarni zo'r ushlagan, kichkina kompaniya. Rivojlanib qaysidir darajaga chiqdi. Coca-Cola qaraydida aytadi, menga qaragin deydi, mana shu mahalliy brend O'zbekistonda zo'r potensialga ega bor. Davay biz ham chiqaramiz shunaqa ko'k choy demaydi. Mana shu kompaniyani sotib ola qolaylik deydi. Unga boradi, siz oldingizga keladi, aytadi. Necha pulga sotasiz deydi. Va siz nima deysiz? Birorta o'zimni qoniqtirgan narx aytib, yoki sotmayman deyman. Narxni aytasiz yoki sotmaysiz. Men aytaman, nimaga sotmaysiz deyman. Siz aytasiz, bu o'zim yaratdim. Bolalarimga qoldiraman. Qanaqadir emotsional javoblar aytasiz. Xo'p. Kerakli narxni eshitgungacha. Tushunyapsizmi? Siz qaysidir narx bo'ladi, siz aytasiz, menimcha sotib yuborganim yaxshi deydi. To есть sizga hali rad qilib bo'lmaydigan taklif bilan chiqishadi va siz aytasiz, "Okey, men 4 yil, 5 yil vaqtimni, umrimni sarfladim. Men ko'rmagan pulda, eshitmagan pulda berishyapti." Sotasiz, chiqib ketasiz, ular sizni sotib oladi va qoldiradi. O'sha choy, o'sha brend turaveradi. Просто Coca-Cola'ga bilmaysiz. Xuddi shu gapni bizda bitta klub bor. Alliance Business Club bor. Uni ham bir asoschilaridan biriman. U yerda bir 80 ga yaqin bir ilg'or O'zbekistondagi tadbirkorlarni birlashtirganmiz. Ular bilan har xil tadbirlar qilamiz. 2 haftada bir uchrashib turamiz. Yiliga 3-4 marta chet elga boramiz. Va bir o'tgan yili aprelda nimaga bordik? Yaponiyaga bordik. Bir 20 tacha tadbirkor aylanib yuribmiz va har xil biz yig'ilganda odatda shu biznes atrofida suhbatlar bo'ladi. Kech payt o'tiramiz, ujin qilamiz, gaplashib, xuddi shu masala ko'tarildi. Oligopoliyalar, dunyodagi korporatsiyalarda hukmdorligi va hokazo. Va men aytdim, mana shu Yaponiya bozorida ham va Amerika bozorida ham, Angliya bozorlarida bir 10 ta kompaniya bor. 10 ta kompaniya 90% oziq-ovqat brendlarini kontrol qiladi. Ya'ni siz любой supermarketga kirsangiz, katta ehtimol bilan o'sha supermarketda ichi to'la, aytaylik bir 20 ming xil SKU bo'lishi mumkin. SKU degani 20 ming xil tovar, mahsulotlar donasi. No, o'sha dona emas, u har xil turlari. U turlarini hammasini tagini qarasangiz, bir 4 ta kompaniya. 4 ta kompaniya turibdi. Xo'p, mana shu mavzuyingizga. Edi, o'shani oxirigacha aytib qo'yay. Men o'tirdi, keyin ular juda choy ichib o'tirdi. Yaponskiy qanaqadir choy ekan.
tam matcha choy, Aha. tipa iced tea, matcha choy. Juda shirin ekan hamma mana. Misol uchun mana qarang, yaponlarda baribir sindirisholmagan, chunki yaponlar o'zini milliyligini ushlab qolgan, mana shu ko'k choyni qilgan. Lekin Bo'pti, aha. o'qiylikchi kim ekan desa, bunday tagini qarasak, Coca-Cola bottlers qo'yganda, Ha. Yaponiya. Tushunyapsizmi? O'sha sotib olgan. O'sha yerda уже bunday qaradikda, nahotki degan. Da, bu чисто bu yerda ekonomический faktor xolos. Uni kompaniyani puli ko'p va u sotib olishni boshlaydi. Va bu yerda men oxlamayapman uni. Yo'q, Yani bildim bitta- oxlamayapgan men korporatsiyani oxlamayapman. Aha, Men aha. aytyapmanki, bozor shunday ishlaydi deyapman. Ha. Va bizda shunaqa bo'ladimi? Bizda ham shunaqa bo'ladi. Ha, shuni xohlayapsizmi? Yo'q, buni xohlaganim yo'q. Xohlamayapsizmi? Yo'q, xohlamayapman ham emas. Mani ishim xohlash yoki xohlamaslik emas. Ha. Tushunyapsizmi? Qanday ekanligini Bizni tushuntirish. ishimiz Ha. bozor qaysi tarafga qarab ketadi, valna qanaqa bo'ladi. Misol uchun siz keldingizda, valnalar mana shunday ketyapti, surfingga kelgansiz. Mhm. Siz qarang, men bu valnalarni yoqtirmayman deb turib ketib yuboryapsiz. Yo'q, valna shunaqa bo'ladi deyishyapti sizga. Mhm. Yo'q, men surfing qilaman, lekin bu valnani yoqtirmayapman deb tursangiz, sizni yoqtirish-yoqtirmasligingiz, demak, yo surfer bo'ling yoki surfer bo'lmang. Mhm. Mhm. Mana shunaqa bo'ladi. Bu yerda ham bozor shu tariqa rivojlanadi va mana bizda ham shunaqa ketyapti. Mana Korzinka hozir rivojlanyapti. Mhm. Hozir 250 tacha do'koni bor. Mhm. Borib 1000 ta do'kon qiladi. Tushunyapsizmi? 1000 ta do'kon bo'ladi. Olma bor, Havas bor, Makro endi sekin-sekin yana joyiga qaytyapti. Da, Makro qaytyaptimi joyiga? da, sekin-sekin qaytadi ham. Chunki bu yaxshi brend edi, qaytish kerak deb o'ylayman. Chet eldan kirishga harakat qilishyapti. Va bu bozor ham xuddi shu tariqa rivojlanib, oxiri bu ketish davom etsa, Korzinka lider bo'ladi. Aha. Hozirda o'zida taxminan bir 50% dan oshiq do'lani egallagan именно supermarketlar Aha. bozorida. Borib, skорее всего, bir yarim bozorni Korzinka egallaydi. Mhm. Ikkinchi o'rinda balki Havas bo'lar, balki Olma bo'lar, qaysidir Mhm. supermarket bo'ladi, uchinchi, to'rtinchi bo'ladi va 4 ta 5 ta supermarket 90% bozorni bo'lib oladi. Ha. Bo'ldi. Va bir 95% ni deylik, 5% qoladi, bir Do'konlar. 1000 ta boshqa supermarketga Ha. qoladi. Tushunyapsizmi? Do'kon, bozorlar qisqaradi. Mhm. Mhm. Bozorlar yo'qoladi. Hozir bozorlarni ulushi taxminan 85%. Tushunyapsizmi? 85%. Ya'ni mana shu suv, вообще FMCG mahsulotlarini deylik, 100 ta suv sotilsa, 85 tasi bozor va kichik do'konlar orqali sotiladi. Mhm. 15 tasi strukturaga solingan hali tarmoqli do'konlar, ya'ni supermarketlar orqali sotiladi. 15 tasi. Mhm. Bu kichkina hali, juda Ha. kichkina bozor. Nechtasi oxiri borib sotiladi? Siz eng kamida 50 tasi, bo'lmasam 60 tasi. Mhm. Endi bu urbanizatsiya darajasiga ham bog'liq. No, taxminan bir 50-60% supermarketlarga o'tganda siz hali gapingiz keladi. Diktavat qilishni boshlaydi ular. Shakarni bunaqa ber, uni bunaqa ber. Hozir ham qilishyapti. No, hozir holva. Hozir unaqa kuchli qilgan yo'q. Hozir men sizni gaplaringizni eshitib turib, mana shu narsa boya aytgan narsam hali umuman uni aysbergga uchi ekanda. Hali masalan 10 yildan keyin, 20 yildan keyin masalan dahshatli darajada diktavat qilishni boshlashar ekanda. Shunaqa bo'ladi. Da, bu va Bu ham tabiiy jarayon deb bu hisoblaysiz. tabiiy jarayon deyman va endi bu yomon desiz, da, no, misol uchun hozir bizda 70% ni davlat diktavat qilyapti-yu. Siz buni yomon demayapsiz-ku. Yo, davlat endi yaxshi-da kim aytdi sizga? To есть, qayerda yaxshi, qayerda yomon. Xo'p, qarang, mana hozir mana Yandex kirib keldida, Allplay sotib oldi. O'zi Yandex Kinopoisk bor edi Yandexda. Allplay sotib oldi. U yer hammasini tozalab tashadi. Mana shu jarayonlar ham shu siz aytayotgan anaqaga to'g'ri keladi, to'g'rimi? Shunaqa, to'g'ri. Va buni men yaxshi demayapman. Tushunyapsiz? Qaysidir joyda agar xavf solsa, misol uchun iste'molchini huquqiga, davlatga xavf soladigan bo'lsa, unga qarshi korporatsiyalarga qarshi qonunchilik chiqish kerak. Tushunyapsiz? Monopoliyalarga qarshi qonunchilik chiqish kerak va u ishlash kerak. Monopoliya deganda faqatgina bizni GM'da tushunmasligimiz kerak, tushunyapsizmi? Davlatni monopoliyasi emas, hatto davlatni monopoliyasiga ham qarshi chiqish kerak. Bizda misollar bormi? Xususiy sektorda monopoliya bo'lgan kompaniyalar bormi o'zi? Mana misol uchun xususiy sektorda monopoliya bo'lib, mana Yandexda aytyapsiz, o'sha tarafga qarab ketyapti. Ketyapti hozir. Va qaysidir joyda Yandexga qarshi mana yaqinda ham bir налоговыйlar chiqib, soliq to'lamaysanmi? Endi u soliqni qochish yoki
soliqdan aylanib o'tish masalalari ko'rindi-yu, lekin agar shu tariqa ketadigan bo'lsa, ular absolyut monopolga aylanadi. Lekin bu yerda qonunchilikdan oldin nima chiqyapti? Iqtisodiy bir faktor chiqyapti. Misol uchun, Uklon paydo bo'lyapti, Wildberries taksisi chiqyapti, tushunyapsiz? Boshqalar chiqyapti. Nimaga? Chunki imkoniyat bor. Va kimdir, qaysidir taksist yoki taksi chaqiradigan mijoz charchadim Yandeksdan, men Wildberriesga o'taman deydiganlar chiqadi har doim, tushunyapsizmi? Har doim monopoliya bo'la olmasligini faqatgina qonunchilik emas, bozorda o'zi ham tekizlab boradi. Misol uchun, kimdir menga kola yoqmaydi, Pepsi ichaman deydiganlar chiqadi. Va qonun yo'q, kola hamma kola ichmasin, ushlab turaylik degani uchun Pepsi chiqmaydi. Pepsini ichmoqchi bo'lgan va Coca-Cola yomon ko'radigan odamlar bo'lgani uchun Pepsi chiqadi. Bir intervyuzda ko'zim tushgandi. Mana shu intervyuga tayyorgarlik ko'rayotganimda aytgansizki, anu sak glamlaridan misol keltirgansiz rahbarini, bitta xodimni eshitgani haqida va mana shu suhbat davomida aytgansizki, misol uchun katta kompaniyalarda rahbarlar o'zini qo'l ostida ishlayotgan mutaxassislarni eshita olishi, to'g'ri aytding, bu sani sohang-u. Misol uchun, men ham ishlasam agar menga qanaqadir illyustratsiya chizadigan odam kerak bo'lsa, men uni eshitishim kerak-da, chunki men illyustratsiya chizmayman, bilmayman-da. Savol. Davlat strukturasida sizni xabaringiz bor, bizlarni misol uchun hokim buvalar, rahbarlar hamma narsada mutaxassis ular. Ular chizuvchini ham, boshqa tashuvchini ham ishini o'zi belgilab beradi, bundoq qilibda. Nima qilish kerak shu rahbarlar tushunishi uchun? Mana qo'l ostidagilarni eshitish kerak. Men misol uchun, siz bilasiz, katta-katta tashkilotlarda, davlat tashkilotlarida rahbarga taklif berishga ham qo'rqadi ba'zi xodimlar-da. To'g'ri, to'g'ri. Endi qarang, davlat tizimida bu narsani o'zgartirish juda qiyin, chunki bu juda katta tashkilot deb aytadigan bo'lsak, u yerda ilm olish va o'sha ilmni tarqatish bu an'anasi bor, shogird ustoz an'anasi. Misol uchun, ustozi qanaqa bo'lgan? U ham shunaqa bo'ladi. Rahbar bo'lganda yangi qon kelish kerak. Men o'ylayapman, hozir texnologiyalar o'zgaryapti, to'g'rimi? Yangi qon kiryapti. Sekin-sekin bu sekinroq jarayon. O'zgaradi baribir, o'zgarish ham ketyapti. Hozir o'shaning uchun ham hozirgi hukumatni qaraydigan bo'lsangiz, yoshlar ko'p. Ko'p yoshlar. Va продвинутый yoshlar ham bor. То есть hammasi bir oldingidaqa qari bir pensionerlar o'tirgan yo'q. Qanaqadir bir yoshlar bor, boshqa bor, fikrini berishyapti. Baribir qiyin. То есть bu такой sekin jarayonda. Siz agar aytaylik, ko'pchilik misol uchun mana Singapur yoki Gruziya deydi. Gruziya 40 million aholi bor, tushunyapsiz? Bizning territoriyamiz Britaniyadan 3,5 million. Bizda misol uchun bitta qonunchilik chiqib, u Qoraqalpog'istonga borgungacha bilasizmi, nechta iyerarxik sistema bor. Bu juda qiyin-da. Singapurga borganmisiz? Yo'q, Singapurga bormagan. Men Singapurga borganman. Yaponiyaga borgan. Gazni qatorroq bossangiz Malayziyaga chiqib ketib qolasiz. Juda kichkina Toshkentdaqada. Butun davlat Toshkentdaqa. O'ylayapsizmi, siz o'sha yerda rahbarsizda va butun Toshkentdaqa davlatingiz bor. Конечно, reformani oson o'tkazasiz. Yo'q, o'shanda ham qiyin, osonroqda nisbatan. Keyin boshqa faktorlar ham bor u yerda. Masalan, dengiz bilan ochiq dengizga chiqishi bor. Ularda boshqa juda ko'p faktorlar bor. Bizda qiyinchiligi ham bor. Plus bizda 70 yillik haligi va plus 70 yillik SSRdan keyin tam bilmadim qancha 20-25 yillik nimadek Karimov tuzumidan qolgan bir такой plan administrativ reja, administrativ bir boshqaruv uslubi bor. Tushunyapsizmi? Uni shunday qilib bo'ldi, endi biz liberal bo'ldik deyolmaysiz-da, tushunyapsizmi? Endi u aytaylik, u hokim buva rayonida aytaylik 30 yildan beri rahbar bo'lgan. Siz u yerga продвинутый bir Westminsterdan bitirgan bola o'sha rayonda o'qib keldi. Bor endi o'sha rayoningga qayt. O'sha qishlog'ingni rivojlantir deb qo'ydik. U kelib turib, hokim buva, hozir nima qilishimiz kerak ekan desa, unda endi o'ylang, 30 yillik bazasi bilan u bu bolani eshityapti. Va uni dunyo qarashi bo'yicha, естественно, bu bola noto'g'ri gapiryapti. Tushunyapsizmi? Ya'ni u
samimiy ichidan ishonadi, что u yomon Noto'g'ri gap. gapirayotganini. Ishlamasligi, Ishlamasligi. taklifi. Sani taklifing hali chirigan g'arbda ishlaydi. Bizda ishlamaydi deydi. Sen Deydi. tushunmayapsan. Ishonadi o'zi ham shu gapga. Ishonadi va endi yaxshi gumonda bo'lyapman ishonishiga va u bo'lishi mumkin biladi, что u haq, lekin uni intereslariga qarshi bo'lgani uchun uni o'chirishi ham mumkin. Uni bilmaymiz. No, yaxshi gumonda bo'laylik. U prosta u haqligini tushunmaydi. Tushunyapsizmi? Buni nima qilish kerak desa, o'sha bola bor, yangi bola borga o'shanaqa qilib ko'paytirishimiz kerak. Ularning sonini ko'paytirishimiz kerak. O'shaning uchun men aytaman, sifat miqdordan keyin keladi xolos. Ularning sonini ko'paytirish kerak, olib kiraverish kerak va sekin sal o'zgarishlar bo'ladi. Endi men o'zim hozir biznes sohasida ishlaganim uchun, mana misol uchun xuddi shunday boshqaruv, aytaylik, qanaqadir avtoritar boshqaruv uslubi xususiy sektorda ham aksarida, tushunyapsizmi? Ya'ni aksar rahbarlar, siz misol uchun biznes ochdingiz, siz rahbarsiz va siz qanaqadir muvaffaqiyatga ega bo'lgan insonsiz, sizda pul bor va siz o'ylashni boshlaysiz, что menda pul bor va men muvaffaqiyatga erishdim, demak men haqman. Tushunyapsizmi? Meni fikrlarim demak har doim haq bo'lishi kerak. Qaysidir bola keldi, yangi bola, u bu sohada ishlamagan, siz ko'rgan qiyinchilikni ko'rmagan, sizni pulingizdan 1% ham yo'q. Endi qanaqadir fikr bildiryapti va siz ichingizda u fikr bildirishga haqqi yo'q degan nimani ustanovkani qo'yib olgansizda, qabul qilolmaysiz. Va ko'p shunaqa. Tushunyapsizmi? Qachongacha bunaqa bo'ladi? Qachonki bozorda uni o'zini fikrlari ishlamaslikni boshlaganda. Ya'ni men haqman degan narsa, cho'ta men haq emasman shekilli deydi. Shunaqa. Haq emasman. Cho'ta oldin ishlardi, lekin hozir ishlamayapti deydi. Keyin to'xtab tur, sen nima deb turuvding deysiz. Gapir deysiz. Siz bu yerda o'zingizni kibringizni yoki nafsingizni sal teyib, mayli, sen eshitaman deysiz. Qachon? Bu faqatgina cho'ntagingizga urgandan keyin boshlaysiz-da. Qarang, Aziz aka, mana shu siz juda ham to'g'ri gapni gapirdingiz-da. Mana eng bu yerda asosiy faktor mana qada. Qachonki siz o'z cho'ntagingizga ursagina mana shu ishga yo'lga borasiz-da. Misol uchun men ham kundalik hayotimda ba'zi bolalarni, ba'zi takliflarni qabul qilishim qiyin bo'ladi-da. Masalan, qanaqa qilamiz bizda? Eng zo'r isboti qanaqa bo'lgan? Misol uchun, men bitta dizaynga biza buyurtma oldik-a, shuni qilishimiz kerak. Bolalarga berildi. Men aylanib kelib qaradim. Bolalar ketishyapti, lekin men xohlagan yo'ldan umuman boshqa yo'ldan ketishyapti-da, dizayn masalasida-da. Keyin men nima qilaman? Bir-ikki marta misol uchun ish o'tmagandan keyin qanaqa yo'lga o'tib olganman? O'zim qanaqa xohlayotganimni varaqqa chizib beraman-da, o'zingnikini tugatgin, keyin men xohlayotganimni ham qilib qo'shib bergin menga deyman. Keyin ikkala variantni ham yuboraman, ko'pincha uniki o'tib ketib qoladi. Demak, tushunaman. Demak, u to'g'ri yo'lni tanlagan deyman-da, o'shaning uchun ham eshitishga harakat qilaman. Endi bizdagi muammo shundan iboratki, mana davlat strukturasida misol uchun hokim buva buni cho'ntagiga urmaydi-da bu. Da, bu ham problema. To есть bu ham muammo, chunki bitta egalik huquqi boshqa bo'lgani uchun, o'shaning uchun ham biz uni yo rivojlantirishga harakat qilamiz, to есть uni dunyo qarashini kengaytiramiz. O'shaning uchun ham chet elma-chet el yurishni boshlashdi ular. Senlar ham chiq, senlar ham ko'r degan hali tema повесткаga kirdi. Siz masalan biznesda tanish bilishchilikka qanaqa qaraysiz? Bunga ko'proq networking sifatida qaraysizmi yoki tanish bilishchilik deganda nima? Nepotizm bu alohida narsa deyilgan. Tanishlaringizni ishga olishmi yoki tanish bilishlaringiz orqali qanaqadir proyektlarni amalga oshirishmi? Tanish bilishlar orqali proyektlarni amalga oshirish. Mana masalan, meni qanaqadir tanishim bor. U tanishimni zavodi bor, misol uchun, yoki mana deylik korzinkasi bor deylik-a. Menda bitta mahsulot bor. Men boryapman-da tanishimga, misol uchun, shu korzinka hammasi yo'q edi, sotaylik shuni deyapman. Keyin sot deb bitta polka ajratib beryapti menga. Da. Men bunga normalniy qarayman. Butun dunyoda bu tanish bilishchilik bu muhim bir nima? Muhim aktiv hisoblanadi har qanday butun dunyoda. Agar yo'q, boshqalarda yo'q deydigan bo'lsangiz, bu noto'g'ri. Menda bitta misol keltiraman. Korzinka dedingiz. Korzinkada meni bitta tanishim menda dedi meva-cheva, yo'q, pomidor, poliz ekinlar bor dedi, pomidorlar bor dedi, yana qanaqadir ekinlar bor dedi. O'shalarni hozir sotishim kerak. Siz korzinkani egasini taniykansiz. Biz klubimizda bor, ular kelib turadi, uchrashib turamiz, 2 haftada bir uchrashamiz.
iloji bo'lsa mani shu mahsulotimni gaplashib bering dedi. Aha, Nima qilay desam, nima kerak desam, pomidor sotishimiz kerak xullas dedi. aha. Zo'r dedim. Gaplashib beraman dedim. Men nima bilan uchrashaman, aytaman sizni. Firmangiz nima desam, falon firma. Bo'pti dedim. Bor. Keyin uchrashganimizda men nimaga aytdim? Alisher akaga aytibman. Shunaqa bitta tanishim bor, pomidor ishlab chiqaradi. O'shani bir gaplashsak bo'ladimi desam. Alisher aka, "Конечно bo'ladi" dedi. Yo'q. Biz ochiqmiz dedi. Yo'q. Tushunyapsizmi? Не только sizga, любойga Ular o'zlari olib kelishadi shekilli. Yo'q, o'zlari olib kelmaydi. Ular aytyaptiki, "Men ochiqman. Bizda pomidor chiqaruvchini topolmayapmiz" deyapti. Поставщикni. Наоборот kelsin deyapti. Tushunyapsizmi? Kelsin va sizga kirish osonmi? Bizga вообще kirish oson. Ya'ni tanish bilishchilik bizda yo'q deyapti. Любой mahsulot, masalan, mana shu stakanim bor, korzinkada sotaman desa, "Keling" deydi. Qani mahsulotingiz siz korzinkaga mos bo'lsa, bunaqa stakandan agar yo'q bo'lsa va haqiqatan aytayotganingizdek zo'r bo'lsa, olamiz. Biz любой taklifni ko'rib chiqamiz deydi. Agar deydi lekin, azaka deydi, lekin bu pomidor bizni standartga to'g'ri kelmasa va biz aytgan narxga to'g'ri kelmasa, o'zimni zararimga ololmayman u pomidorni deydi. Tushunyapsizmi? Siz endi azaka meni tanishim, o'shaning uchun men qanchadir zarar qilishga tayyorman deya olmayman-ku. Men sizga sizdan qarzim yo'q, boshqam yo'q. O'shaning uchun agar men bu pomidordan foyda qiladigan bo'lsam, конечно ochiqman. Tushunyapsizmi? Ko'p nima joyda shunaqa. Endi qaysidir joyda menda tanish bilishchilik ko'p deydi. Tanish bilishchilikni darajasi bor. Agar aytaylik, siz davlat idorasida ishlaysiz va yer tarqatasiz deylik, Men quruvchiman. Men siz bilan tanish bilishchilik qilyapman-da va siz u yerni faqat menga beryapsiz. Tushunyapsizmi? Qaysidir tanish bo'lganim uchun yoki qanchadir interesiz bo'lgani uchun va hokazo. U yaxshi emas. Nimaga? Chunki bu yerdagi boshqasi turibdi-yu, uni huquqi paymon bo'lyapti-da va siz davlatni yoki ikkalamizga ham taalluqli bo'lgan narsani faqatgina menga berib yuboryapsiz. Endi siz korzinkani egasi bo'lsangiz, meni pomidorimni olmasdan bunikini olsangiz haqqingiz bor, chunki ikkalamizga ham sizni qarzingiz yo'q edi. Tushunyapsizmi? Yer masalasi boshqa. Chunki men ham va yonimda turgan quruvchi ham shu yerga haqqi bor edi, harakat qilib olishga, chunki u davlatniki edi. Davlatniki. Siz davlatni vakili sifatida faqatgina menga ochib beryapsiz buni, slotni. Bu yaxshi emas. Tushunyapsiz? Korzinka misolida siz chasni bo'lganingiz uchun pomidorimni sotib berishga menga ham, unga ham hech qanaqa majburiyatingiz yo'q, lekin men siz bilan tanish bo'lganim uchun faqat menga ochib beryapsiz. Bu kelib turib, nima tanish bilish qilishyapsan desa, xohlasang sen ham tanish deyman. Tushunyapsizmi? Va bu yerda voy meni haqqimni, huquqimni paymon qilyapti deya olmaydi, chunki bu aytadi, men chasniyman. Men mana shu korzinka ochdim, xohlasam unga polka beraman, xohlasam bunga beraman deydi. Eng qizig'i chasni bunaqa demaydi. U aytadiki, men ikkalangga ham ochiqman deydi. Tushunyapsiz? Buni teskarisi bo'ladi. Manfaatli tarafni o'ylaydi. Chunki u manfaatlini o'ylaydi. Siz mana bu davlatning hamma aktivlarini xususiylashtirish, davlat biznesdan chiqib ketishni tarafdorimisiz? Oxirgi yillar shunaqa qilinyapti. Juda ko'p davlat tarafdoriman. Nimaga? Korxonalari, qaysidir korxonalar balkim qolish kerakdir. Misol uchun muhim bir bu tushunarli, katta bir nima. Lekin aytaylik, qaysidir biznes qilishi mumkin bo'lgan va biznes juda yaxshi qilishi mumkin bo'lgan korxonalar bor. Zavodlar bor, nimadir ishlab chiqarishadi. Kerak emas davlatni ushlab o'tirishi uni. Chunki bilmadim, yog' ishlab chiqarishadi deylik, chigitdan yog' ishlab chiqaryapti. Kerak emas, chasniga berib yuborish kerak, chasni o'zi qiladi. Yo sotilmasa yopadi u zavod. Masalan, aytmoqchisizki, ya'ni qanaqadir harbiy, strategik, sir bo'lgan ishlab chiqarishlar, xo'p, davlat o'zida qolishi kerak. Lekin davlatda umuman, masalan, shina ishlab chiqarish bo'lsa, berib yuborish kerak zavod ushlab o'tirmaslik kerak. Kerak emas. Ya'ni iste'mol tovarlari bor deylik. Umumiy olganda iste'mol tovarlari bor. U iste'mol tovarlarini даже misol uchun elektr energiyani ham hozir mana raqobat qilib sekin berish kerak. Davlat uni kontrolini olish kerak xolos. Va kontrol
mexanizmlarni ustida ishlaydi. No bizda agar oddiy oziq-ovqat yoki aytganingizdek avtomobil ehtiyot qismlari yoki avtomobil вообще ishlab chiqarish kerak emas. Kerak Просто emas. berib yuborish kerak. Davlatni o'zini chunki nimaga berib yuborish kerak? Chunki davlat bunaqa katta obyektlarni yoki davlat biznes obyektlarini boshqarishi juda qiyin. Chunki biznesni rivojlantirish uchun mana men har kuni biznesning ichida yuribman. Biznesni rivojlantirish uchun siz doimiy intilishingiz kerak, doimiy rivojlanishingiz kerak, biznesni ilmini olishingiz kerak va bozorda ochiq raqobatda yutib chiqishingiz kerak. To'g'ri. U yerda davlat ishchisi o'tiribdi, tushunyapsizmi? Uni Amerikada ham shunaqa, Angliyada ham shunaqa dedimi? Uni Egasi yo'q. karyerniy lestnitsasi boshqacha. Boshqacha. Tushunyapsizmi? U yerda zo'r bir biznesda o'shaning uchun ham ba'zi joyda u davlat korxonasida o'tirib turib administrativ richaklarni ishlatishga intiladi. Lgota olib ber deydi. Davlat nimasini chegarasini yopib ber deydi. Faqat mendan olsin deydi. Predzakazlar qaysidir mijozlar faqat mendan olsin deydi. Tushunyapsizmi? Hamma yoqda nima qilib yuboradi. Tamam. Men traktor chiqaraman. Traktorda faqat bizdan olasiz deydi. Nimaga sizdan olaman? Endi chunki biz traktor chiqaramiz deydi. Men balki Belarus traktorini olmoqchiman. Yo'q, Toshkent traktorini olasan. Sani traktoring yaxshi emas. Xuddi shu pulga Belarusda traktor olaman desa ham yo'q deydi. Sen buni olishga majbursan deydi. Mana senga administrativ nima? Majburiyat deydi. Qaysidir положение, qaysidir qonunni chiqarib beradi. Yoki kimni viloyat hokimining prikazi deydi. Bo'ldi. Haligi fermer keyin okey deydi. Uni oladi, bozorga qanchadir 20% arzonga sotib yuboradi. Keyin borib Belarus traktorini oladi. Mana siz o'zi konsultantlik qilasiz, to'g'rimi? Katta-katta kompaniyalar bilan ishlaysiz va tushunishim bo'yicha ularga siz turli strategiyalar ham yozib berasiz-da. Shunaqa. Qanday qilish. Bo'ladimi masalan, yaxshi, to'g'ri yozilgan strategiya ishlamay qoladigan vaziyatlar ham Конечно bo'ladimi? bo'ladi-da. Bu juda ko'p uchraydigan narsa. Chunki va juda ko'p odamlarni muammosi, mana misol uchun hozir yaqinda treninglar ham qilyapman. Ko'p odamlarning muammosi noto'g'ri narsalarni bilmasligida emas yoki to'g'ri yo'lni bilmasligida emas. Ular o'sha to'g'ri yo'lni qanday qilib amalga oshirishni bilmaydi. Tushunyapsizmi? Ular biladi strategiyasi qanaqa bo'lishi kerak deydi. Lekin u strategiyani qanday amalga oshiraman deydi. Tushunyapsizmi? Bilmaydi. Endi men hammasi ham biladi demayman. Ba'zilar keladi, aytadi, men mana shuncha yildan beri savdo qilganman, biznesimni o'stirganman. Qaysidir tochkaga keldim, keyingi qadamga o'tolmayapman. Nimaga? Chunki har qanday odam biznesni boshlagandan keyin aytaylik, mana siz biznesni boshladingiz. Siz ham biznesingiz bor-da. Jurnalistika, media atrofida biznes qilyapsiz. Sizni biznesni boshlaganda biznesni boshqarish va rivojlantirish bo'yicha aytaylik bir 10 ta narsani bilardingiz deylik. Xo'p. 10 ta bir instrument, 10 ta bir qarashingiz bor. Katta ehtimol bilan birinchi 5 yil ichida yoki 3 yil ichida o'sha bilganingizda hammasini ishlatib bo'ldingiz. Tushunyapsiz? Hammasini ishlatdingiz va mana shu yerda edingiz, maytga olib chiqib qo'ydingiz. Bo'ldi deyapsiz. Endi maytdan turib maytga chiqmoqchisizda. Nima qilyapsiz? Yana hali bilgan 10 tasini ishlatyapsiz. U ishlamayapti. Tushunyapsizmi? Chunki bu yerga chiqishda balki 12-13 narsa kerakdir. Siz uni borligini ham bilmayapsiz. Siz haligi 10 ta narsani yanada chuqurroq, yanada qayta qilyapsiz-da. Bu ishlamaydi. Bu yerda boshqa tizim kerakdir. Bu yerda boshqa strategiya kerakdir. Chunki siz kichik biznes davridagi ishlagan instrumentlar hozir o'rta biznesga o'tdingiz. Bu yerda ular qisman ishlaydi, boshqa instrumentlar ishlatishingiz kerakdir. Uni bilganingiz yo'q. Siz qayta o'sha urilyapsiz, devorga urilyapsiz, hech narsa o'zgarmayapti. Shu nimadir qilishim kerak deb yuribsiz. O'sha paytda qaysidir siz tanigan odam boshqacha fikrlayapti. To'xtab tur deyapsiz. Sen nimaga boshqacha fikrlashni boshlading? Chunki odamlar boshqacha fikrlab bormaydi o'zidan o'zi. Tushunyapsizmi? Bir xil tempda yurgan odam boshqacha fikrlash uchun u qaysidir boshqacha muhitga tushgan bo'lish kerak. Boshqacha bir kitoblar o'qigan bo'lish kerak. Odatda kitob o'qimaydigan odam ilkisidan kitob o'qib bormaydi. To есть mana o'qimayaptimi? 90% odamlar
umrini oxirigacha o'qimaydi. Mhm. Tushunayapsizmi? O'qiydigan dalsha o'qiydi. Endi hali o'qimagan odam rost o'qishni boshladi, to'xtab tur. Nimadir bo'ldi senga deydi. Mm. Yo kim bilandir gaplashding deydi. Yoki qaysidir muhitga tushding deydi. Nima bo'ldi senga deydi. Davom ettirishingizdan oldin judayam ana kontekst to'g'ri kelib qoldi. Kechagina biz ham mani ham bir sherigim bor, uni ham alohida o'zini biznesi borda. O'tiribmiz, bitta xonada o'tiribmiz edi. Xo'p, mayli. Hozir biza o'zimiz biznesimiz bor. Ha. Bir 40-50 ta odamga oylik tarqatamiz. Ma'lum daraja patologimizga o'zimiz kuchimiz yetgan patologga Da. urilganmizda. O'tiribmiz. Masalan deyapmiz. Masalan, anu $500,000, $1,000,000 qiladiganlar qanaqa qilib qilyapti-ki, biz qanaqa qilib hozir nima qilsak, nima qilib qanaqa ishlashimiz kerakki, mana shu biznesimizdan Ha. shuncha pul topishimiz kerak degan savolga biz javob topa olmadik-da. To'ppa-to'g'ri. Xuddi shunaqa vaziyat bo'lib Nimaga qoldi. topa olmaysiz? Chunki siz sizda haliginaqa bo'ladi-da, oldin qilgan tarixingizga qaytaverasiz. Shunaqa, Tushunyapsizmi? shunaqa. Siz yangi masalani javobini eski uslubda oqtaraverasiz. Shunaqa, xuddi U shunaqa. chiqmaydi hech qachon. Mhm. Eski uslubni patologiya 100,000 bo'lgan xolos. Tushunyapsizmi? Eski patologni nimasi, eski uslubni patologi 100,000 bo'lgani uchun siz u yerda titkilaysiz va siz miyangiz nima deydi? Yaxshilab titkila deydi. Tushunyapsizmi? Yaxshilab qil. Oldin qilgan uslubda san 2 barobar qattiqroq essiz Lekin bu yordam bermaydi baribir. Yo'q, yordam berishi mumkin. 100 da balki 150 qilib beradi. Ha. Tushunyapsizmi? Lekin 1 million qilib bermaydi. Endi siz shu nima qilsam ekan deysiz, $1 million qiladigandan so'rasammikan siz, u siz bilan gaplashmaydi. Tushunyapsizmi? Hali u prosta vaqti bo'lmaydi. Da, siz topishim kerak deysiz. Tushunyapsiz? O'sha yerda mana shu joyda sizda avvalambor yangi ilm paydo bo'lishi kerak. Sizni hozir masalan siz daromad oladigan yoki to'g'ridan-to'g'ri ulushingiz bor nechta kompaniya bor? Menda hozir 1, 2, 3, 4 ta kompaniyada uchreditiyman. Ha. 605 ham siz Da. uchun qanaqa ketyapti hozir uni ishlari? 605 agentlik bu reklama va kreativ agentligi. U yerda sherigim bor, asosiy boshqaruvchi Otabek Sharapov degan yigit. U O'zbekistondagi kreativ yo'nalishi bo'yicha, marketing tushunish bo'yicha eng top mutaxassislardan biri Ha. bilaman. Oldindan shu sohada bo'lgan odam. Oldindan u Texnomartda 10 yil marketing Ha. direktor bo'lib ishlagan. Marketing mutaxassis bo'lgan. Keyin har xil proyektlarda ishlab, keyin agentство ochgan. То есть u praktikada bilgan bola. Va agentlik в целом o'syapti. No, bunaqa agentliklarni o'smasligi ko'proq industriyaga ham bog'liq. Misol uchun Ha. klientlar rivojlanib Ha. o'ssa, keyin marketing agentliklar o'sadi. Oxirgi 2 yilda yaxshi o'sdik. То есть bir qanaqadir hozir kuchli klientlar bilan ishlanyapti. Misol uchun bozordagi Siz ham yordam berib turasizmi ularga? Da, обязательно. Mani u yerdagi rolim, men ko'proq strategik masalalar bo'yicha maslahat beraman. Savdo bo'yicha yangi klientlarni yo'naltirib turaman va qaysidir proyektlarni klientga topshirishdan oldin qanaqadir bir maslahat o'laroq bir o'tirib diskussiya qilib, bu g'oyani beramiz yoki bu g'oyani bermaymiz degan bir rolim bor. No, bu kompaniya hozir rivojlanyapti, yaxshi ancha bir qaysidir darajaga kelyapti. O'zini mutaxassislik kuchaygan sari, soответственно, mani haligi boshidagi первоначальный funksiyam kamayishni boshlayapti. Ha, bu to'g'ri. Va bu tabiiy-da. Men sekin ketyapman va men aytyapmanki, uslugalarda, mana juda ko'p uslugalardagi asosiy nima deydi? Ushlab qolish xodimlarni, chunki xodimlar asosiy aktiv hisoblanadi. Ularni ushlab qolish uchun odatda ulush beriladi. Ya'ni ulush deganda ular partnyor bo'ladi. Misol uchun mana konsaltingda yoki tam auditda, tam reklama agentstvalarda. Shunaqa. Chunki insonda u ketadi. O'ylang, siz bilan bir 5 yil ishladi, u zo'r mutaxassis bo'ldi. Endi oylik beryapsiz, u men ketaman dedi. Bir kun keladi baribir. Sizda hozir kelmagan bo'lsa keladi. Keladi, u aytadi, siz aka hamma narsani siz o'rgatdingiz menga. Mana shu yerda sekin signal boshlandi, to'xtab. Shunda bu yaxshi masala bo'yicha kelmadi shekilli bu deysiz. Keyin unga nima masala deysiz? Shu bitta joydan menga taklif tushyapti yoki men o'zim biznes qilmoqchiman deydi. Ko'pchilik mana shu yerda xafa bo'lishni boshlaydi. Yo'q, nimaga xafa bo'lasiz? Agar siz uni o'rnida bo'lganingizda, siz ham ketardingiz. O'shanga
butun dunyo nima qilgan? Qaysidir darajagacha kelganda, haqiqatan ham kuchli mutaxassis bo'lsa, haqiqatan ham sizni biznesingizga katta qiymat olib kelayotgan bo'lsa, unga partnyorlik taklif qilinadi. Partnyorlik deganda o'sha ulushdorlik, qaysidir o'sha kompaniyani balki 1%, 2%, endi katta kichikligiga qarab 5%, to есть ulushi beriladi, sen partnyorsan deydi. Tushunyapsizlar? Va yillik оборотdan topgan foydadan qanchadir ulushni senga beraman deb haligi suhbatdan oldin beriladi. Tushunyapsizlar? To u meni qadrlashyapti ekan, meni o'zi bilan teng ko'ryapti, e'tirof qilyapti va iqtisodiy holatimga katta ta'sir qiluvchi menga taklif berishyapti deydi-da. Va biznesda ishlashda katta bir hissa qo'shadi. O'shaning uchun men ham Otabek bilan ham gaplashganimizda aytganman, bizda ham xuddi shunaqa yo'l bo'lishi kerak. Zo'r xodimlar bo'ladi va ketmaslik uchun biz ularga mana shu partnyorlik yo'lini ko'rsatamiz va beramiz. To есть mana shu bizda 5 yildan beri ishlading yoki 6 yil, 7 yildan beri ishlading, qaysidir natijaga erishding, men senga partnyorlikni beraman. Endi u hamma ham bo'lmaydi-da u. Yo'q, Eng asosiy 2-3 birinchidan hamma yetib bormaydi sizda u joygacha. Manda holatimda qanaqada? Men o'zim ishlaymiz. Misol uchun kimdir keladi, aytadi qachondir mana 1 yil ishlaydi, 2 yil, 3 yil ishlaydi. Charchadim, zerikdim, ketmoqchiman deydi. Men harakat qilaman qo'yib yuborishga. Nimaga? Chunki men o'zimni mana shu pozitsiyam shunaqaki, o'sha ishxonadan muhabbat so'ngan odam muhabbat qaytib qolmaydi deb o'ylayman. Agar u sizga kelib turib, men boshqa joyga xohlayapman yoki boshqa joyda ishlashni xohlayman desa, qo'yib yuborish kerak deb hisoblayman. Da, muhabbat dedingiz, bu yaxshi so'z. Muhabbatni so'ngmas. Stephen Covey'ni zo'r kitobi bor, hali muvaffaqiyatli insonlarning 7 ta ko'nikmasi degan. Mashhur kitob, bu bestseller, ko'pchilikka tavsiya qilaman o'qishga. U yerda Stephen Covey muhabbatni ta'rifini beradi. Va muhabbat deydi, bu nima? Feel deydi. Bu hali it's an action deydi. Tushunyapsizmi? Bu harakat degani. Muhabbat hali voy qornimdagi hali kapaliklar emas, tushunyapsizmi? Bu harakat. Kimi harakati desa, bu u yerda er va xotin orasidagi muhabbat haqida gapiradi. Aytadiki, er va xotinni orasida muhabbat bo'lishi uchun harakat bo'lishi kerak. Harakat bo'lishi kerak va harakat degani nima desa, harakat degani u bir-biriga yordam berish, qaysidir joyda bir-biriga qaysidir ishlarni qilish, qanaqadir o'sha harakatlarni e'tirofni kerak bo'lsa, e'tiborni ko'rsatishda. Tushunyapsiz? Ya'ni u xodimda ham xuddi shunaqa. Xodimda muhabbat o'zidan o'zi so'nmaydi. Tushunyapsiz? Sizdan e'tirof kerak, e'tibor kerak, sharoit kerak, nimadir kerak siz tarafingizdan. Tushunyapsiz? O'shanda xodim tarafdan ham siz tarafga bo'lgan actionlar boshlanadi unda ham. Yaxshiroq ishlash, aytaylik, soat 8 dan keyin qolib 1 soat ishlab yuboringsa qolish, bu ham uni harakati. Tushunyapsiz? Sidqi dildan qanaqadir bir fikrlar berish, ortiqcha bir nima qilib qo'yish, shanba oddiq meni dam yoki 6 dan keyin bezovta qilmang deb ketib yormaydi. To'xtang, mana shu proyektni oxirigacha olib boraylik deydi. Nimaga? Chunki siz tarafdan harakat bo'lgan. O'shaning uchun agarda biron bir xodimingizni muhabbati korxonaga nisbatan so'ngyaptimi, bu degani ikkala tarafni harakati sust bo'ldi degani. Tushunyapsiz? O'zi mana siz bitta intervyuzda aytgan ekansiz, mana bu Ermak masalasida kompaniya o'zining qadriyatlari to'g'ri kelmagani uchun hamkorlik qilmagan deb aytgan ekansiz. Sizni qadriyatlaringiz qanaqa? Masalan, siz biznesda ishlayotganingizda qanaqa qadriyatlarga egasiz? Mezonlarga yoki shartlarga? Biznesda agar bironta proyektlarga konsalting qilayotganda, endi qadriyatlar deganda menda birinchi o'rinda mana shu qilayotgan harakatlarim, sarflayotgan vaqtimni qiymat kelishi kerak. Misol uchun siz bilan ishlayapmiz. Mana misol uchun hozir gaplashyapmiz. Mana tomoshabinlarga, sizga, bularga, hammaga qanaqadir qiymat kelishi kerak. Nimadir o'rganish kerak. Menga mijoz kelyapti, u pul to'layapti, konsalting uchun aytyapti, mana strategiyam
to'g'irlab bering yoki kursimga kelyapti. O'qiting deyapti. Okey deyapman. Mani birinchi o'ringa qo'ygan maqsadim, men sizlarni hozirgi zaprosinglarga javob berishim kerak deyman. Va buni qadriyat darajasiga qo'yganimizni sababi mana mani ishonchim, agar men undan pul oldimu, uni rozi qila olmasam, misol uchun kursga keldi, o'qiyman dedi-da, hech narsa topolmadi yoki yoqmadi. Bo'ldi, pulni qaytarib beraman. Mana shu qanchalik to'g'ri? Mana bu Sizga mani kulmaydi что ular suiiste'mol qilishni boshlaydi, to'g'rimi? yo'q, men boshqacharoq aytmoqchiman. Bu sizni o'zingizni minussizga ishlamaydimi? Masalan, mana ko'pchilik mana shunaqa trigger yaratib olgan-ku, agarda sizga mahsulotimiz yoqmasa 100% pulingizni qaytarib beramiz degan narsa. Da. Aksincha sizni obro'sizlantirishga olib kelmaydimi? Balki bu sizni fikringiz bo'lishi mumkin. Da. Qaysidir mijoz shuna fikrlashi mumkin. Lekin bu aytaylik qaysidir Hech qaytarib olishganmi? ba'zida bo'ladi-da. Yo'q. Ba'zida bo'ladi. Men sababi qiziq menga. Mana misol uchun o'tgan nimada kurs bo'ldi. Bitta ikkita odam qaytarib oldi. Men aytdim, boshida sразу qaytarib oldi. Nimaga qaytarib oldi desa, bittasi aytdi, to'g'risini aytsam men tushunmayapman dedi. Nimaga tushunmayapsiz dedik. Bu xodimlarim so'rayapti. Nimaga tushunmayapsiz? Menimcha men ertaroq kelib qo'ydim dedi. Men oddiy bitta bir sal chapaniroq bir nimaman, tadbirkorman. Men bu terminlarni qanday qilib nima qilishni tushunmayapman dedi. To есть shu. Bittasi aytdi, to'g'risini aytsam, menda hozir boruvdim. Safarlarim ko'p ekan, men qatnasha olmayman baribir. O'shanga sal xijolat bo'ldim-ku, qaytarib bering pulni. No, kelib, o'qib, hamma darslarga kelib, men eshitdim sizni, ko'rdim, to'g'risini aytsam, yoqmadingiz degani bironta bo'lmagan hali. To есть qaytarib olganlar bo'lgan boshida. Misol uchun kirdi, nimadir to'g'ri kelmagan. Yo daraja to'g'ri kelmagan, yoki aytaylik, vaqti to'g'ri kelmay qoldi, yoki ba'zilar bitta случай bo'lgan, kirganda, men o'zim konkurentim bor ekan, u bilan bitta joyda o'tirgim kelmayapti degan. Tushunyapsiz? Okey deganmiz, chiqib ketgan. No, va bu men uchun mas'uliyat. Tushunyapsiz? Как бы trigger deyapsiz, no, bu meni tonusda ushlaydigan narsa. Va bu meni qarashim qanaqa? Как бы qadriyat nima o'zi? Qadriyat deydigan bo'lsangiz, bu siz qonunan to'g'ri ishlashingiz mumkin. Tushunyapsizmi? Qonunan to'g'ri ishlashingiz mumkin va qadriyat har doim qonun haqida emas. Tushunyapsizmi? Siz qonunni buzmayapsiz. Men siz bilan kelishdim, siz keldingiz, konsalting sotib oldingiz yoki treningga keldingiz. Men sizga trening qilib berdim, siz o'tiribsiz-da, azaga yoqmadi menga. Misol uchun. Menga qarang, yoqish yoqmasligi bu sizning problemingiz. Qonun bo'yicha mana qo'l qo'ydingizmi? Men 2 soat gapirib berdimmi? Ha, gapirib berdim. Eshitdingizmi? Ha. Men aytgan programmani gapirib berdimmi? Ha, gapirib berdim. Bo'ldi. Shu bilan siz ketishingiz kerak. Men haqman deb turib olishim mumkin, tushunyapsiz? Lekin qadriyat nuqtai nazaridan siz norozisiz, tushunyapsizmi? Qonunchilikda mijoz norozi bo'lsa pulini qaytarib bergin degan joy yo'q. Tushunyapsiz? U amalga oshirdi. Endi men noroziman dedi. Endi bu to'xtab turing, bu mistika haqida gapiryapmizmi deyishingiz mumkin-da. Bu nima bu desa, da men bunga ishonaman. Tushunyapsizmi? Bu bizni nimamiz. Siz agar norozi bo'lsangiz, men sizni pulingizdan nima qilaman? Baraka topmayman deyman. Baraka to'xting, bu qaysi kitobda baraka yozilgan? Ya'ni qaysi uchebnikda? Kotler yozganmi barakani? Drucker yozganmi? Yoki qonunchilikda yozilganmi? Yo'q, yozilmagan. Boshqa kitoblarda yozilgan. O'shaning uchun men unga ishonaman va men qadriyatlarim mana shu tushuncha atrofida shakllandi deyapman. Bo'ldi, tushundim sizni, tushundim. U o'sha qaytarib berishi sizni qadriyatlaringizni bir ko'rinishi shunchaki. Da, bu bitta xolos. Marketing va konsalting qachon biznesni qutqara olmaydi? Biznesni qutqara olmaydi, marketing va konsalting deganingizda bu endi umumiy savol. Umumiy savol. Qana biznes qanaqa holatga kelib qolgan bo'lsa, umuman foydasi yo'q o'sha. Unda holat bo'lmaydimi? Yo'q, конечно bo'ladi. Mana aytaylik, mana qarang. Siz bir nechta misollar keltiring. O'zi har qanday holatda biznesni bir qutqarib, nima qilsa bo'ladi? Tuzatsa bo'ladi deylik. No, aytaylik, siz qaysidir biznes qilyapsiz va
uni rivojlantirmoqchisiz, lekin butun industriya o'zi o'layotgan industriyaga kirib oldingiz deylik. Bu Ha. rivojlanib bo'lmaydi, tushunyapsizmi? U yerda siz yaxshi yoki yomon bo'lganingiz uchun pastga qarab ketmayapti savdo. Ha. Butun bozor pastga qarab ketyapti. Ha. Mana misol uchun hozir optim bozorlar Ha. sekin pastga qarab ketdi. Bitta misol keltiray sizga. Distributorlik biznesidasiz. Bitta real misol bu. Bitta kompaniya distributorlik bilan shug'ullanadi. Distributorlik bilan viloyatlarga aytaylik Artel mahsulotlarini yoki qaysidir elektronika mahsulotlarini distributsiyasi bilan shug'ullanadi. Va o'sha viloyatda sitvoy o'yinchilar kuchayyapti. Aytaylik Ishonch, Texnomart, shunga o'xshaganlar. Oldin ular aytaylik bitta hududda 5 ta, 6 ta shunaqa kichkina edi va Artel ishlab chiqargan mahsulotini aytaylik yuzlab kompaniyalarga tarqatish uchun o'zini kuchi yetmas edi, distributor kerak edi. Tushunyapsiz? Distributorni oldi. Distributorlikni asosiy vazifasi optim katta bitta o'yinchidan, ishlab chiqaruvchidan olib turib va uni tarqatib yetkazib berish va ulardan pulni yig'ib turib bularga berish. O'shanda qiymat topadi u. Ya'ni transporti bor, skladi bor, armiya, hali ishchilari bor. Ular borib eshik taqillatib, bu zo'r mahsulot olinglar deb turib qo'yib, pulini olib kelib ishlab chiqaruvchiga yetkazib berish. Shu edi. Yillar davomida qilgan. Endi biz hali boshida gaplashdik-ku, o'yinchilar sitvoyga aylanadi, kuchayadi. Endi ular kuchaygan sari nima bo'ldi? Kuchayib, ularda setda aytaylik 200 ta do'kon paydo bo'ldi. 200 ta do'kon paydo bo'lgandan keyin ular aytayaptiki, Primoy Artelga aytayaptiki, "Men distributor kerak emas menga" dedi. "Men o'zingdan Primoy olay" dedi. Tushunyapsizmi? U distributor qancha foiz olyapti? Aytaylik 10% ustiga qo'yyapti, hali xarajatlariga. O'sha 10% ni menga bering. Sen bilan Primoy kontrakt qilaman. Chunki men polniy menga jo'natur, o'zim qabul qilib olaman deyapti. Sekin u yig'ishtirilyapti. Endi siz distributorsiz, meni oldimga kelyapsiz. Consulting, marketing, bir bolalar qilaylik desa, meni maslahatim nima bo'ladi, bilasizmi? Yoping bu biznesni deyman. Chunki bo'ldi. Hech narsa qila olmaysiz. Tushunyapsiz? Qutqarib bo'lmaydi. Nima marketing qilsangiz qutqara olmaysiz, chunki o'layotgan biznesdasiz. Tushunyapsizmi? U biznes odamlar televizor ko'radi, desa ko'raveradi. Siz orqali sotmayapsiz, siz televizor ishlab chiqarmayapsiz. Tushunyapsiz? O'shanga shunaqa holatlar bo'ladigan bo'lsa, hali sizni savolingizga consulting yoki bir marketing yoki qanaqadir bir biznes maslahatlar, endi bu yerda ham biznes maslahat bo'lyapti, consulting bo'lyapti, yopish biznesni. Boshqa sizni demangizni kuchli o'sha resurs bazangizni, ilmingizni, tajribangizni ishlatgan holatda boshqa biznes modelga o'tish bo'lyapti. To есть shu nima. Bo'lmasa sekin yakunlaymiz, Azizjon aka. Bo'ladi. Qarang, blitz savollarim bor. Okay. Bu blitz savol o'zi asli butun suhbatimizda mani maqsadim sizni ko'proq aynan soha atrofida aylantirish emas, boshqa narsalarga nisbatan ham sizni qarashlaringizni bilsam, men o'ylayman odamlarga ham bu qiziq bo'ladi, chunki shaxs sifatida qanaqa odam ekanligingizni ochib berishga harakat qildi. O'zi yakuniy savolim bor edi, men shuni berib olay, keyin men blitzga o'taman-da. Ijtimoiy siyosiy hayotimizga ham qiziqib turasizmi? Atrofimizdagi shaharda bo'layotgan voqealar, anaqalar. Keyin so'ramoqchidim, o'zi umuman Toshkent yashash uchun qanaqa shahar siz uchun? Toshkent yashash uchun menga endi bu takoy nima deydi, emotsional agar javob beradigan bo'lsam, emotsional nuqtai nazardan bu zo'r shahar menga. Menga yoqadi, chunki men dunyoning juda ko'p shaharlarda bo'lganman. Bilmayman bir juda ko'p sayohat qilganman, yashaganman, ishlaganman. To'g'ri, iqtisodiy rivojlanish nuqtai nazaridan, infrastruktura nuqtai nazaridan Toshkentdan yaxshi shaharlar juda ko'p. No, menga bu yerda yashash yoqadi. Dunyodagi eng zo'r shaharlardan biri deb bilaman o'zim uchun. Nimaga? Chunki balki do'stlarim bu yerda, tushunyapsizmi? Yaqinlarim shu yerda, millatim shu yerda, o'zimni bu yerda jamiyatni bir qismi deb his qilaman. Tushunyapsiz? Men Londonda yashaganman. Londonda men jamiyatning bir qismi deb his qilmaganman. Tushunyapsizmi? Va qaytib kelganimda ko'pchilik
ahmoqmisan degan, mazza qilib yashaolmaysanmi desa, yo'q, men u yerda mazza qilib yashash deganda faqat qorinni to'yg'izish emas. Tushunyapsizmi? Boshqa masalalar bor. Endi kamchiliklari bormi desa, Toshkentda tiqilyapti kamchiliklarda. Mana oddiy misol tam ekologiyada yaxshi emas yoki tam changda parklar yetishmaydi. Da, hali yo'llar yaxshi emas. Peshxodlar uchun yo'llar yaxshi emas. Tam svet o'chib turadi. Tushunyapsizmi? Ko'p hali kamchilik ko'p. No, menda vыбор bor. Men jo'rab yomon ko'rib hayotimni o'tkazishim mumkin yoki mana shu shaharni yaxshi taraflarini qarab va hali muhabbat dedik-ku. Muhabbat nima desak, bu harakat dedik. O'zim tarafimdan, xo'p, mana shu shaharda yaxshi ko'rishim uchun men nima qila olaman degan. O'zimni tarafimni qilaveray. Xo'p, bu yer bo'lmasa qayerda yashardingiz? Boshqa zo'r shaharlar bor, lekin yashagim kelmaydi dedi. Mana shu yerda yashayapmanmi? Bo'ldi, demak, mana shu joyda yashashim kerak. Endi masalan bu narsa ko'proq o'sha tuyg'u bilan ham bog'liq deb o'ylayman. Men ham juda ham ko'p shaharlarda bo'lganman-da. Londonda ham, Shotlandiyada ham rosa tur qilib aylanib kelganman. Haqiqatan ham men oxirgi paytlar ayniqsa menda bu narsa juda ham kuchaydi. U uzoq vaqtga sayohatga ham chiqa olmayapman. Chunki Toshkentda baribir o'sha vatan tuyg'usi shu narsa bo'lsa kerak. Siz tinchsiz, hamma atrofingizda siz uchun qadrli bo'lgan insonlar va sizga qadrli bo'lgan insonlar. O'shaning uchun ham baribir mana shu tuyg'u hal qilar ekan bu narsani. Blitz savollarim bor edi. Qisqa savol beraman, qisqa javob berish kerak bo'ladi. Erkak kishidagi qaysi xislatni ko'proq qadrlaysiz? Mas'uliyat. Ayol kishidagi qaysi xislatni? Ayol kishida eriga bo'lgan hurmat. Siz uchun kuchli inson kim? Kuchli inson deganingizda bironta shaxsni aytyapsizmi yoki qaysi xislatlarga ega? Xislat baribir o'sha mas'uliyatga aytaman. Chunki mas'uliyatlik liderlikni asosida turadigan narsa. Agar u mas'uliyatli bo'lsa, u o'zini ustida ishlaydi, u rivojlanadi, u o'sha bola chaqasiga ham, atrofidagilarga ham bee'tibor bo'lmaydi. Ya'ni maqsad qo'ysa, maqsadi sari yuradi, va'da bersa, va'dani ustida turadi. Tushunyapsizmi? Hammaning asosi shunday asosi mas'uliyat deb bilaman. Va har qanday erkakni, ayniqsa erkakni yoshligidan mas'uliyatni olib va o'sha mas'uliyatli bo'lishga o'rgatishimiz kerak. O'shandagina u o'qiydi, mehnat qiladi va jamiyatida, oilasida, ishxonasida, o'sha yashayotgan davlatida foydali insonga aylanadi. Agar mas'uliyatsiz bo'lsa, unda juda qiyin. Yordam bermaydi. Yaqin orada o'zingiz faxrlana oladigan nima ish qildingiz? O'zim faxrlanadigan, bu qiyin savol ekan, bu blitz savol emas. Faxrlanadigan ish bilmadim. Men yaqinda deganingizda oxirgi yillar ham hisoblanadi. Ha, yillar ham. Menimcha oxirgi yillar men o'zim xohlagan maqsadlarni, o'zim xohlagan ishlarni qilishni boshladim. To есть shu vaqtgacha men jamiyat yoki qaysidir insonlar nima to'g'ri desa o'shani qilardim. Tushunyapsizmi? Oxirgi yillar to'xtab tur, o'zing nima xohlaysan, nimani o'zing to'g'ri deb bilasan. O'zi misol uchun biznes qilyapsan, qaysi biznes, qaysi insonlar bilan bo'lging kelyapti, qaysi insonlar bilan bo'lging kelmayapti degan savolga berishni boshladim o'zimga. Tushunyapsizmi? Ko'pincha jur'atim yetmasdi. Odamlar siz haqingizda qanday noto'g'ri tasavvurga ega? Bilmayman, odamlardan so'rash kerak. Bilmayman. Masalan, endi agar mana Instagramda o'qiydigan bo'lsa, juda ko'p nima deydi, negativ kommentariyalarni ham o'qishingiz mumkin-da, ochmaganingizdan keyin bu aqlli nima deyapti deydi. Tushunyapsizmi? Bu yana bitta motivator chiqibdi deydi. Endi Instagramda asosan biz qanaqadir aqlli gaplar yoki sizni ranjitadimi? Boshida ranjitardi, hozir ranjitmaydi. Nimaga ranjitmaydi bilasizmi? Chunki biz komandamiz bilan ko'p gaplashamiz bu haqda. Agar siz biron bir qiyin konseptni berayotganingizda, aholini juda katta qatlami tushuna olmaydi uni. Qiyin konsept. Qancha qiyin mavzu bo'lsin, misol uchun agar siz bironta bloger bo'lsangiz, aytaylik, iqtisodiy nazariya bo'yicha bironta bloger yoki fizika bo'yicha bironta bloger bo'lsangiz, sizni подписчиклар soningiz har doim juda oz bo'ladi.
Hmm. Bu nimaga qiziq mavzuni gapirmayotganingiz uchun emas, просто juda ko'pchilik tushunmaydi. Ha, buni qabul qilish kerak bo'ldi. Конечно, qabul Ha. qilish kerak, buni tushunolmaydi. Mhm. Agar siz o'ta ko'p podpishchiliklarga ega bo'lmoqchi bo'lsangiz, siz yo yumorist bo'lishingiz kerak, yo ashula aytishingiz kerak, tushunyapsizmi? Yoki insonlarni yig'latadigan qanaqadir rivoyatlar gapirishingiz kerak. Hali yengil hazm bo'ladigan mavzu bo'yicha bir gapirishingiz kerak. O'shanda odamlar sizni yaxshi ko'radi, like bosadi, boshqa qiladi. Lekin qiyinroq mavzu haqida gapiradigan bo'lsangiz, odatda juda ko'pchilik tushunmaydi va tushunmaganligidan negativ yozishni boshlaydi. Tushunyapsizmi? Uni negativi bu ichki qichqirig'i. Men seni tushunmayapman, o'shaning uchun sen yomon insonsan. Tushunyapsizmi? Shu tarafiga qaradim, psixologik buni anaqalari ham bor, terminlari ham bor. Da, Qanday qobiliyatga ega bo'lib qolishni istagan bo'lar edingiz? qobiliyat deganda mendagi hozir yo'q qobiliyatni aytyapsiz-da. Masalan, menga shunaqa javobli bo'lgan bu savolga sehrgar bo'lib qolishni xohlayman, ko'rinmas bo'lib qolishni xohlayman deganlar bo'lgan. Ya bilmadim, menda unaqa g'ayri tabiiy bir hech qanaqa qobiliyatlarga ega bo'lishni xohlamasdim. Bunda hayot qiziq bo'lmasdi deb o'ylayman. Men o'ylayman, hozirgi inson va men ham barcha qobiliyatlarga egaman deb o'ylayman. Yoki qobiliyatim yo'q bo'lsa, o'sha qobiliyatga intilishga yetarli bir asoslarim yoki motivlarim bor-da. Agar qaysidir g'ayri tabiiy qobiliyatim, sehrgar bo'ldim deylik, u hayot qiziq bo'lmay qoladi-da, tushunyapsizmi? To'g'ri. Ko'rinmas odam bo'ldingiz, yana qiziq emas, tushunyapsizmi? Siz ko'rinib ishlarni bajaring. Agar prezident bilan ko'rishsangiz, u bilan nima haqida suhbatlashgan bo'lar edingiz? Prezident bilan ko'rishganimda men o'zim tushunadigan masalalar bo'yicha gaplashardim. O'zim nima haqida tushunaman? Men ko'p yil biznesda ichidaman. Biznes haqida agar savol berilsa gaplashardim. Ta'limda ishlaganman, ta'lim haqida gaplashgan bo'lardim. O'zim tushunmagan narsalar bilan gaplashmasdim. So'nggi savol, orzudagi O'zbekiston qanday bo'ladi? Orzuyimdagi O'zbekiston bu inson huquqlari inobatga olingan. Ya'ni qonunchilik bor, o'sha qonunchilik ishlaydi. Bizda ko'p qonunlar bor, har xil sohada. Ular har doim ham ishlamaydi. O'shalar ishlaydi. Ekologiyasi toza. Siz farzandlaringiz bemalol chiqib, sog'lom yashaydigan. Xavfsiz. Endi xavfsizlik bo'yicha hech qanaqa muammo yo'q o'shaning uchun, lekin baribir orzuyimizda o'sha xavfsizlik davomiy bo'lishi. Shu vaqtgacha dunyoni qayerda, men masalan uchun Londonda yashardim. Kechasi chiqish ancha xavfli-da, chem O'zbekistonda, tushunasizmi? O'zbekistonda yarim kechasi ham yurishda hech qanaqa xavf yo'q-da. Haligacha yo'q. Shunaqa. Tushunyapsizmi? Qo'rqmaydi. Da, kelib kimdir o'ldirib ketmaydi sizni. No, Londonda sizni kimdir to'xtatib o'ldirib ketish xavfi karrasiga katta. Katta. Zonalarga ham bog'liq. Qancha chetlashgan sari O'zbekistonda kimdir sizni urushib ketishi mumkin, boshqa bo'lishi mumkin, lekin o'ldirib ketmaydi, tushunyapsizmi? Istalgan chetida ham bizda xavfsiz nisbatan. O'sha xavfsizligimiz davomiy bo'lishini xohlayman. Iqtisodiy rivojlanishimiz to'xtamasligini xohlardim. Ekologik toza bo'lishini xohlardim va qonunan himoyalangan bo'lishini xohlardim. Shu orzuyimdagi O'zbekiston. Azizjon aka, katta rahmat kattakon suhbat uchun. Sizga ham rahmat, juda qiziq suhbat bo'ldi. Rahmat taklif. Rahmat.